بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة والأشربة. ما bölüm yemek içmekке has. Yemek içmekten hazır bizning günlük hayatımızda, tabiatimizda nəhayət əhəmiyyətli bir məsələ olub qaldı. Halal haram, şübhəlik narsalar aralashib ketgan bo'lg'achqa bu intayin muhim bu. والكلام في أصول هذا الكتاب يتعلق بجملتين. الجملة الأولى نذكر فيها المحرمات في حال الاختيار. birinci babda ixtiyari holatda iste'mol qilsak bo'lmaydigan harom bo'lgan narsalarni so'zlaymiz. Ikkinchisida majbur bo'lib qolgan holatda ashuni yesak bo'lamdi bo'lmaydimi shuni so'zlaymiz. Endi birinci babla kelsak, vel agziyatul insaniyetu nebatun ve hayvan. İnsanın yemek içmekliki nimede ibaret? Ya üsümlük ya hayvan çarımallardan kıldı. فَأَمَّا الْحَيْوَانُ الَّذِي يُغْتَذَى بِهِ فَمِنْهُ حَلَالٌ فِي الشَّرْعِ وَمِنْهُ حَرَامٌ. Hayvanla elip etsak bunun içi de haram ve halallar var. وَهَذَا مِنْهُ بَرِّيٌّ وَمِنْهُ بَحْرِيٌّ. Suda yaşaydığın var, proğlukta yaşaydığın var. وَالْمُحَرَّمَةُ مِنْهَا مَا تَكُنْ مُحَرَّمَ لِعَيْنِهَا. Bunun bazıları özü zaten şunda hayvan boğaçka haram boğalar var. Özünün necislikiden sen çoşku uğraşar. Yani bazıları onun beraber ahvalıga duch kelib qolganlik uchun haram bo'ldigini var. Mesela özü halal qo'yma, mesela özü o'lib qolsa, shunda bir özü o'lib qolganlik jihatdan haram bo'lib ketdi. Lekin qo'yning o'zi halolda. Va kullu hadihi minha muttafaqu alayhi va minha muxtalafu fihi. Fa amma al-muharramatu li sababin waridin alayha fa hiya bil jumlati 9. Va o'zi halal, ammo bir ahvolga duch kelib qolganlikdan haram bo'lib ketgan mal, ya'ni hayvon, charimallar bu 9 turlik deydi. Al-mayta o'zi o'lib qolgan, val munxaniqa bo'g'lab o'lib qolgan, mavquda bu so'qilib o'lgan, urilib, val mutaraddiya igizdan dumulab tushgan, val natiha boshqa mol usib etgan, va ma akala saba yirtqicha hayvonlar yeb o'tirib qo'ygan, va kullu ma naqasahu shartun min shuruti tadkiya min al-hayvan allati tadkiya shartun fi akli. Bo'g'izlab o'tirishing kerak deb qaralgan, bo'g'izlash shart qilingan hayvonlarda bo'g'izlash shartdan biroz kam qolgani bu bir turi deydi. Val jallala deganimiz maynat, poq, nejis mushunda narsalarni yeydigan hayvon. Davomliq ashuni yeb turadigan hayvon jallala. Ya'ni bu julla degan shu ganda, qiz, ig'ra insonning ta'ritini ya boshqa hayvonning ta'ritini yeydigan. Ashundan g'izolanadigan. Sadece to'qilg'a shunda maynat narsa turadigan. Ashundan narsani biz jallala deymiz. Bu odatda tuga ya kala ya qo'y o'chga degandek narsalar ashunda ya'ni qo'yitilsa, davomli shuni yeb, shuni beqildigan bo'lib ketadi. Va ta'amul halal yukhalituhu najis. Endi halal tamoqmi haram narsa aralashib ketsa, undan bumi asli halal narsa bir ahvolga duch kelib, bir xil haram bo'lib qolgan narsa qatori o'chirdi. Endi 9 turlik tugida. Bir-birlab buni bahs qilsak, fa ammal maytatu fattafaqal ulama va la tahrim maytatil barri. Quruqlikda o'lib qolgan hayvon bo'lsa, biz yeydigan halal hayvonning ichida o'zi o'lib qolganda quruqlikning hayvoni bo'lib qolsa, hamma olim ittifoq yegilmaydi. Buni qanday qilish kun bitish kerak. Vaqtalafu fi maytatil bahri ala 3 aqwal. Dengiz hayvonlarining ichida dengiz turib o'lib qolgan. Dengizdagi hayvonning ichida yeydiganimiz va yemaydiganimiz bu boshqa talashlar. Lekin o'lib qolganlarni ta'tiladi. 3 xil qarashqa bo'linib ketdi. Bir ko'rib olimlar ya halalun bi itloq topdi. Mutlaq bu halal. Dengizda o'lib qolgan ekan bu halal bo'laverdi. Va qala qawmun hiya haramun bi itloq. Yani bir ko'rib olimlar yo'q bu mayta bo'lgan haram. Va qala qawmun ma tafa min as-samaki haram. Yani bir ko'rib olimlar laylab qolgani bu haram, ammo qirg'oqqa do'lqin urib chiqarib qo'ygani bu halal. Bu Hanifi mazhabning qarashi. Hanifi mazhabda bu shu dengiz hayvonlarining ichida beliqdan boshqa hammasi haram deydi. Ondan beliqning mutlaqo laylab o'lib qolgan haram. Ammo biz tirik tutib o'tasak yoki masalan dengizdan qirg'oqqa suv o'rlab to'llash nima bilan o'rligan chog'da chiqib, to'llagan chog'da tashlab shirkatganlari bu halol. Qolgani yana haramdir. Ularga ma'lum 3-qarash Hanifi mazhabining qarashi. Ilgirikse boshqalarning qarashi. وما جزر عنه البحر فهو حلال mana. Jazara degan o'sha dengizning o'rlash, to'llash qonuniyati bor. Do'lqin masalan qattiq urib imkonda qirg'oqqa yuqoriga chiqadi. Keyin g'achchida oqiyini to'llaydi bu. O'shani ustiga chiqqanni al-mad deymiz. To'nga tushganni jazar deymiz.
Şuna hareketli madde ve ceza. Örlep töleş harekete. Şunda açıp koygan ülek bilik olsa yesek buldu. Ama özü leylep kalganını yemeymez. Yani bilmez. Deniz mahsullarının yemek içmek işlerde en çıkmazı. Kat'i zaten şu balıktan başka yememez. Başkalar hemen yemez. Yani balık türü olup kalsa, balık turmam net 100 yıl türü olganken balıkның türü olsa mıydı? Ama onun başka herkesane kıspaka, rak, bu kuru, gemberi degендek narsani. Hem de sebebi ihtilafiyim. Taarudul atar fi hadal bab. Hadisler bir-birine kelip kaldı. Yana kitapның, yani ayetning umumi dalalati hadisning ba'ziga zid kelip kaldı. Qanday zid kelip muarada kulliye. To'liq qaram-qarshi kelip kaldı. Ve muvafaqatuhu li ba'diha muvafaqatan juz'iyya. Anda hadisning ba'zilari ba'zi ayetning umumiga qisman udil kelip qolgan ahvolim bor edi. Ve muaradat ba'daha li ba'din muaradatun juz'iyya. Yani hadisning ba'zisi, hadisning yani ba'zi birsiga qisman zid kelgan ahvolim bor. فأما العموم فهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. Yani umum dalalati Kur'an-ı Kerim'deki ayetinin umum dalalati mı şu? Hürrimet aleyküm meyten. Ülek haram kılındı dedi. Bunun içinde umumlaştırsak kurulukның olsun, denizдің olsun hemmesi umumizlik haram deyinge. Hem de bunun zikep kalgan hadisler çoğu ise فَأَمَّا الْآثَرُ الْمُعَارِضَةُ لِهَذَا الْعُمُومِ مُعَارَضَةً كُلِّيَّةً فَحَدِيثًا. Toluk karım-karış görünüp kaldığan hadisler iki kere. Birincisi muttafakun aleyh, ikincisi muhtelifun fi. Ama muttafak aleyh fi hadis Cabir radıyallahu anh. Ve fihi inne ashab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vecedu hutan yusamma al-ambar ev dabbeten qad cezara anhu al-bahru feekelu minhu bid'atan ve 20 yevmen ev şehra. Thumma qadimu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem feakhbaruhu fekale el ma'akum min lahmihi şey'un feerselû minhu ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem feekelehu. Muttafakun aleyh hadis. Abu Ubeyde ibn Cerrah radıyallahu anh'ın kumandanlığında bir grup sahabe qo'shin olib deniz tarafga mangishgan. Aniki yo'lda uzuqda tugab ketib, bir kuni bir tal qavmidan taqsim qilib yeb, nima qilgan vaqtda o'sha qizil denizdan sahabe dahan ya kitdim birisi qirg'oqqa shu do'lqinishni ochib qo'yibdi-da. Ochib qo'ygandan keyin bu shuni yebdi. Qo'shin hamda 3-4 kishi 10 kun yoki bir oy qadar yebdi. Hatto shuning ko'zdanki qapchiqiga tushib, davo bir ko'lga tushgandek tushib, shunda har shu cho'ng ivriqlarga shunda yog'larni açıp çıkıyor. Kovurğusunu biz bunda tiklep tikidim. Tugün etkizip baktık ya bu Ubayda ibn Cerrah. Şunu keyin Resulullah'ın qaşqı bağı vaqtida biz bunu so'rab baqalandik. Yedi bunu so'rab baqala deb so'gan chaqda bu Alloh taolo sizlarga evatib bergan rizq ekan deb bir rivoyatda Keşanlar şunu barmo deb badar bergan chaqda Rasululloh ekan deb qo'yadi. Buxoriyda bor. Bu ambarimda. Ambar degan mush ambar lahanga, ambar kitedi. Asli mush ambar mishkan bir vaqo. Bu ambarin nadin kildiganligida har xil qarashlar bor. Buni mush to'g'ri qarashda ambar degan bunda bir lahang olab, bu tizaklaydigan yoki mushininki bir qini degandek masala. Hech ko'ramdi masalan, yoki tizak olamdi. Bu tizak denizda nima qilish jarayonidan tuzliq suvda bir muddat turish orqali qirg'oqqa atsa, bu bir xillar xushpuroq bunda nasib bo'lib chiqiladi degan. Yana bir rivoyatda bu denizga bir o'simlikda, shu o'simlikni parchasi nimaga chiqqan bo'lsa, ambar bo'ldi deb qo'yadi. G'azalning qinidan yasildi degan qarash bo'yicha deyilgan. Bu ambarni. Shu misk ambar ikkisi bir desak, agar misk boshqa, ambar boshqa desak, bu kiyikning qini mavondan ambar degan bir ixtiyorlarning tiziki ya bir narsa bo'lib chiqadi. Şu mutenabbima intafaqul anama ve ente minhum fe inna miske ba'da demil gazal. Sen insanlardan turib, insanlardan shunda yuqori martabaga erishib ketsan, u g'alit to'ldiq emas. Bu husn ta'lil deymiz buni. Mushu mishkimo, mushu kiyikning qini bu. Bu bir qon jinsidan, lekin shunda a'tivorliq, shunda bir xushpuroqlik, shunda narsaga aylanib ketgan narsa. Yani odatda o'z jinsidan chiqqan narsami, o'z jinsidagi boshqa narsaga qaraganda shunda yuqori martabaga erishish bu normal ahvol. Mumkin o. Bundan da mushu mashhur tabiblarning hatta Ibn Sina mushularning mushu dengizdan chiqdi degan narsa bor. Mishki bilan ambar ikkisi bir desak, biz mishki ambar deymiz, ikkisini biz deymiz. Misk, masalan Qur'on Karimda misk deb kelgan. Yana jannatning ash tuproqimi miskdan nimadan degan, tuproqi za'frondan, uning liyi miskidan degan hadislar bor, hadislar. Bu mishki bilan ambar ikkisi bir desak, bu cho'qim shu ambardan chiqdi. Shoma kitnimi ambar deb, ya'ni mushunda
ning tiziki bir narsa bo'lishi mumkin. Agar ikki ayrimsak, abishki degan bug'idan chiqadi, ambar degan ma'nodan chiqadi deymiz. Ana narsa mushuning tiziki bo'lganlik uchun ambar otildimi yoki ambar deb atab keyin ma'nodan chiqadigan bo'lg'achqa ambar kiti, ambar lahang deb atadimi? Degan shu ilmiy tadqiqotimiz shu dengizdan chiqadiganligini muayyanlashtirdik. Demak bu ambar degani mana mushadisda ambar chiqadigan kit demakchi. Ash turlik narsa, lahang yoki. Yana bir rivoyatda hut deb bor. Hut degani shu beliq degan bo'ladi. Shu beliqning yo'g'ini. Demak Rasululloh mishada uni yedi. Hozir mayta deganga mazid keldimi kan bunimi? Mana bir gap. Ve hada inma yu'aridul kitab mu'aradatan kulliyya mana. Qur'on Karimning o'zga to'liq zid gap qiladi mana bu deydi. Bi mafhumihi la bi lafzihi. Buning mafhumi nimada buning? Mushadisning mafhumi. Balki shu hutdan boshqasi yana harom degan mazmun chiqishi mumkin. Belki mafhumda shu mafhum muxolifani. Dalil kitob. Mesela hutninki yoki beliqninki ulab qolgani halol degan gap mana. Bilafzi degan mantuq degan gap. Bu shu hadisning mantuqidan nima chiqadi? Hutning ulab qolgani halol degan gap. Mafhumichi hutdan boshqa, ya'ni beliqdan boshqa ulab qolgani yani la haram, quruqlikning maytisiga o'xshash degan gap chiqadi. Bunda ekan, ma oyatga azar mafhumi bilan zid qildi deb, mafhumi bilan zid emas. Yoki saydul bahr degan nima qilmaydi? وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة degan oyatga undan mafhum zikr desek shudir. Demak mushada yu'aridul kitob degan gap oyat emas, ma'an degan bo'lishi mumkin. Saydul bahri va ta'amuhu mata'an lakum degan. Lafziyatdan xilof hozir. Lafziyatdan shu beliqning ulab qolgani halol degan gap chiqdi. Hozir halol emas degan. Ulab bo'lganki harom deganda. Hozir lafzida xilof chiqdi. Mafhumidan xilof emas degan gap so'ng. Chunki mafhumi beliqdan boshqa diniy hayvonlar hammasi o'zi ulab qolgan bo'lsa, yana harom degan gap chiqdi. Yo'q, masalan bu yerda Rasulullohning sarih qilingan lafzi yo'q. Mushadisning lafzida bu Alloh taolo sizlarga aytgan rizqga, insonga hech gap bo'lmaydigan lafzi bor. Mushadisning lafzida Rasulullohning so'zi bo'lmay mushkal bo'lsa-mu, shu fe'lni o'zini hozir lafz bilan ifodalab beradigan. Ash fe'lni qanday lafz bilan ifodalab berdi degan shu lafzga qarasak, mantuqqa qarasak, bunda nima chiqadi deydi. Bu hozir lafzi degan Rasulullohning lafzi degan gap emas. Mushadisning lafzidan nima chiqadi? Lafzidan masalan beliqninki ulab qolgan halol degan gap chiqdi. Ammo mafhumini asoq shu beliqdan boshqasi, ya'ni harom degan gap chiqdi. Undan keyin beliqdan boshqa harom degan gap farmalaykum mayta degan gap tushdi. Beliq lafzidan buningdan hozir xilof keldi. Bu hadis shu nimaninki ambarninki xosligini mafhumini bildirdi. Qolganninki shuning halolligini bildirdi. Oyatning hukmini saqlab qoldi. Mening o'ylashimda bu hurmat alaykum mayta degan oyatga emas, uhillalakum saydul bahri va ta'amuhu deganga da'vatimniki deyman. Chunki saydul bahri va ta'amuhu deganda umumda. Hozir beliqning mafhumini qilsa, beliq halol degan oyat kuchda. Lekin mafhumicha beliqdan boshqasi harom degan gap uhillalakum saydul bahri deganga zid gap qoldi. Mishada bir xil sal mujmallik bor. Ikkinchi hadis bo'lsa, ixtilof bo'lib qolgan hadisni deydi. Kama rawa Malikun an Nabi Hurayrata radhiyallohu anhu annahu su'ila an ma'il bahr faqala huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu debtken. Bu hadisda hozir yani annahu degan o'sha anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam su'ila an ma'il bahr faqala huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Shu to'g'riliq so'ralgan aslida, lekin Rasululloh taxmo bayon qilib berish uchun bu balog'atda bunda bir xil atildi. Ustubul hakim bu da boshqacha munosabatlik muhim ahkamlarni birga bayon qilib o'tgan. So'magan savolga javob berib o'tgan. Shuni so'rgan, lekin ulab qolgan narsalar halolmi olamiz buning gapini so'maganda. Shuni deb qo'ydi. Endi musha al-hillu maytatu degan ekan, oyatga hozir zitkagini mushumini. Ya'ni hurmat alaykum mayta degan. Dengizning ulab qolgan hayvoni ma'noning sirtida deyapti mana. Demak, dengizning ulab qolgan hayvonida zid keldi oyatga. Oyatning umumiy zid keldi. Dengizning ulab qolgan hayvoni harom degan gapda asli oyatda. Quruqlikni olsun, dengizni olsun, suvni olsun harom degan. Ammo suvninki halol degan gapni chiqarib o'tadi. Umumiy zid keldi. Va ammal hadisul muwafiqu lil umum muwafaqatan juz'i. Endi oyatga qisman udul kep qolgan bir hadis var. Kama rawa İsmail ibn Umayya an Abi Zubayr an Jabir an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما طفى فلا تأكلوه. Yani bir mezhep delil kılgan hadis var. Deniz sırtqa etip taşlarken bolsa, yoki deniz açık qo'yib, aqinib to'lib ketgan bo'lsa, yani qirg'oqqa tashlab qo'ygan bo'lsa, yangla leylab qolgan bo'lsa, imonlar. Tafa degan leyldi degan. İmanlar debdi. Ve huve hadisun adafu indahum min hadisi Malik. Bu İmam Malik rivayet qilgan hadisdan ajizroq hadis deydi. Indahum yani inde ehlil hadis.
Emde ve sebebu da'f hadis Malik. Emde İmam Malik'in hadisini sel aciz dedi muallif. Enne fi ruvatihi men la yu'raf. Ravilerinin içinde natuniş kişiler bağıdır. Emniyet bu natuniş kişi kim dese Said ibn Seleme degen bir kişi var. Bundan bazı natuniş taptı bazı şeylik adam dedi. Lekin hadis adette alimler bunun amel kılıp kıldığı hadis anı. Tuhur ma'u el-hillu maytatu diyen İmam Malik'in hadisi alimler amel kıldığı hadis. Hasan derecelik boz gerek. Emma muallif deydi ve ennehu varada min tariqin vahid. Yani bunun ravilerinin içinde tunulmagan bazı kişiler var. Yani bu bir kişi arkalıkla rivayet kılıngan. Qala Ebu Ömer ibn Abdülber yani sahibi kitab-ı İstizkar ve Temhid. Bel rivatuhu ma'rufun. Yani bunun ravilerinin içinde biz tunulmadan kişi batı deyince reddiye veripti. Ya onun içindeki hem kişiler tunilgan adam. Vakat varada min turuqun. Yani bir yoluyla emas, bir neç yoluyla geldi. Yani bu hadis hasan derecelik demek. Yani İmam Malik'nin ve tuhur ma'u diye hadisinin sahih hasan derecelik hadis demek. Ve sebebi da'f hadis Cabir enne thiqat evkafuhu ala Cabir. Hem de ma'al bahr diyen Cabir radıyallahu anh'ın hadisine bu işençlik raviler bunu Cabir'nin sözü sübtide rivayet kılgan. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem manda dedi den gap yok. Ebu Zübeyir an Cabir qala kazadib. Yani bu Cabir bir sahabenin sözü dep qaragan deydi. Yani bir mezhepçiler merfu rivayet kıldı bunu. Rivayet kılsa ma'al onun raddiye verişte yok bu merfu emas bu mevkuf deydi. Emniyete Hanefi mezhebinin merfu kılışta bu bazı yolları ile kelişte mevkuf doğran. Lakin merfu mu kegen? Mesela esnedahu İsmail ibn Umayya an Ebu Zübeyir an Cabir an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu Darqutni rivayet kılgan. Hadi yukarıda mı İsmail ibn Umayya dedi o? Muşu yolunu Darqutni rivayet kılgan. Yani merfu aleti kegen bu. Demek bir hadis belki hem merfu hem mevkuf rivayet kılışı mümkün. Bunda bolsa o çokum mevkufluğunu tercih kılımız dememiz ahval qaraymiz. Demek Hanefi mezhep bu merfu da Resulullah'ın sözü dep çang turib aladı. Resulullah'dan mana. Anin nebi. Ha muş yolunu Darqutni rivayet qilgan. Ma mevkuf holatdagini boshqalar rivayet qilgan. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وضعفه الألباني في ضعيف أبو داود. Ya mesele şu. Daif degan gap nimadan kelib chiqqan? Shu mavquf bo'lg'achqa daif degan. Yani ma tahqiqchi unda deyish kerak. Rawa Abu Dawud va fulan mavqufan va Darqutni marfu'an. Marfu'ni hukmi deb buni ayrim deb qo'yish. Mesela merfu kelgan holatda mu daif bo'lib qolsa. Ya u chaqda daif bo'lsa, unda dalil ko'rsatsa toza jamosmaydi. Lekin sahabining so'zi bo'lsa, u sahih kasimi, ya'ni bak kuchab ketmaydi. Hozir masalan, fiqat awqafu ala Jabr nama. Ismoil ibn Umayya hozir Rasulullohga marfu qilib rivoyat qildi. Ismoil ibn Umayya siqat emasmi deganda, undan siqat bu. Bu nima siqat emas ekan, boshqa yoq ojiz deydi, bu siqat deydi. Shunda masalan. Ismoil ibn Umayyani odatda rijalning odamlari ko'pincha siqat degan. Bu Ismoil ibn Umayya shu Amr ibn Lasning bir nevrisi bu. Lekin unda keyingilar yani nima sababdan ojiz dedi, vallohu alam. Shaylik. Yani bir mazhab deb turoldi. Ismoil ibn Umayya marfu holat rivoyat qildi. Bu ishonchlik, madis to'yoq biz amal qilamiz. Bu o'zining qarashi. Faman rajjaha hadith Jabir hada mana. Jabirning hadisini tarjih qilganlar Abu Hurayraning hadisidan avla bilganlar. Bu sani bir mazhab chiqilish. Abu Hurayraning hadis qasida va tawr ma al-hill maytatu degan. Li shahadati umumil kitab lahu. Demak, hadisni hozir Qur'on Karimning umumi birlashib ikkisi kuchib ketdi deydi. Hurma alaykum mayta degan oyatning mazmuni bilan hadisninki boshroq mazmuni hozir jallanib ketdi deydi. Unda ikkisi birlashgandan keyin bo'ldi, buning hech narsa bitirib turmaydi deb ma'ni tarjih qildi. Lam yastasna min zalik. Demak, uning ichidan uni chiqarib o'tibdi, buni chiqarib o'tibdi deb jumay. Faqat lam shu dengizning o'rilishi, qirg'oqqa ishq bo'lgan narsa ulab qolgan bo'lsa shu halol debdi. Onun Aşağıdaki gellikten lan. O hadis kemmisa şu hürmet aleyküm meyte diyenlerle hemmisi aram diyetipte. Lekin madis gellik için ayetiyle mantan amel kıllı edip mecezranul bahr onun yanlar diyenge makul dedi. Ve men racca hadis Ebu Hureyre qala bil ibahat mutlaqan. El hillu meytetu diyen hadisine tercih etse ya sal callık manandır. Emeliyetten de sal callık oluşu mümkün. Hasan derecelik. Onu acizde de muhallifattır. Lekin emeliyette hasan derecelik. El hillu meytetu diye hadis.
İmam Malik rivayet qilgan. Demak, mana sal jalliqtab Abu Hurayraning ag'allar mubah, ya'ni nadi ulab qolgan bo'lsa, laylab qolsin, qirg'oqqa chiqib qolsin, dengizda o'lgan bo'lgan ekan, halol deb. Yani Hanefi mezhebideki alimninki ağan hadiside ayet bilen taarruz yok oldu. Taarruz yo'q. Lekin ma'lum başka mezhepteki İmam Malik rahimahullah'ın ağan hadisinden Ebu Hureyre'nin rivayet kılgan hadiste taarruz cüz'i. Taarruz juz'iy desek, masalan, juz'iy qanday bo'ldi desek, quruqlik bilan dengizning ulab qolganlar hammasi harom desa oyat, bu hadisda dengizda ulab qolganlar halol dedi. Buni juz'iy desek bo'ldi, yo taarruz kulli desek bo'ldi. Mushuning hammasi oyatning mazmuniga zoti to'liq xilof desek bo'ldi. Endi Hanifi mazhab deydi, al-hillu maytatuhu degan so'z. Bu mushu dengizda suvda ulab qolgan degan narsanami? Unda qo'y, kalbinasi suvda ulab qolsa halol bo'ldi ekan qonisa, sizning qarashingiz bo'yicha deb turadi. Aniqdan da bir xil do'lijat tutadi. Mefhumul kalam mesela Resulullohning so'zining mefhumu qarg'a vaqtida al-hillu maytatuhu degan dengizning o'ligi ular dengizda o'lab qolgan o'lik degan. Ya dengizda o'lab qolgan narsa degan bo'ldi. Maytatuhu degan. Dengizning o'ligi degan ma'no chiqadi. Mesela qo'y suvga tushib o'lab qolsa-mu, shu maytatul bahr bo'ldi. Qo'y dengizda yashamaydi. Ma hozir qarshi tarafdagi olimlar shunda deb turibdi. Bu dengizda yashaydigan, shu suvda yashaydigan hayvon o'lab qolsa degan gap deydi. Ma'ni bilasiz, ya bu hadisning lafzi unda gap chiqamdi. Sen shunda deb turibsan. Buni maytatu degan shu suvda o'lab qolgan, shu suvninki o'ligi degan bo'ldi. Qo'y kalbinasi shuni tushib o'lab qolsa-mu, maytatu bo'ladi bu. Unda uni halol dem toq, halol demaymiz. Undaki sening bunda deb turibsan, jinoy osmaydi deb e'tiroz bildirdi. Endi u e'tiroz qanchalik endi jilliq ya ojiz u bosh gap. Olimning degan gapmi shu? Darhol o'tirib bundan nima qilsanlargacha kalib jak ketishi mumkin. Bunda ma'ni anglab tutiradi, bunda har xil o'ylab baqsa, ikki xil ma'lum bo'lgan bir gap. Al-Imam Abu Bakr al-Jassas Ahkamul Qur'onning debda. Bu eng Hanifi mazhabning eng yomon olimlarining degan so'zi bor. Shundayda al-hillu maytatu degan so'z lam yukhassas bizalika hayvanul ma duna g'ayrihi. Bu so'zda dengizda yashaydigan hayvon degan gap chiqmaydi buningda. Va inma zakara ma yamutu fihi wa zalika ya'ummu hayawanal bahri wal barri kullaha idha mata fihi. Fa'ulima annahu lam yurid zalika fa'ulima annahu arada samak duna ma siva. Demak, boshqa sirtda yashaydigandan buning ichiga tushib o'lab qolsa, umi halol degan gap yo'q buningda. Bundan shu dengizda yashaydigan, suvda yashaydiganning hammasi o'lab qolsa halol degan gap chiqadi. Umumiy zidlandadir buni. Umumiy zidlangandan keyin sizlarga gapirmaymiz, yo biliq qilib o'pirmaymiz. Abu Bakr al-Jassas deb baqqan gap. Bu do'lida bek chunqur, bek yomon yozib tutgan. Muqaranda izlangan kishi cho'qim foydalanish kerak bo'lgan muhim kitoblarning birisi. Ahkamul Qur'on lil Jassas, Abu Bakr al-Jassas. Mesela Qurtubiyning shu Ahkamul Qur'on, shu Qur'onni kelgan oyat ahkamlarini tafsir tafsir qilgan, bir qarashni bayon qilgan, rivoyatni qilgan. Bu shu Ahkamul Qur'on lil-Kiya al-Hirrasi, o'zining savdishi. Ibn al-Arabiyning Ahkamul Qur'on, Shafi'ning Ahkamul Qur'on ba, Ahkamul Qur'on qildi. Ma'ni mazhabning Ahkamul Qur'on. Hatta bu rivoyatni sanadlar rivoyat qildi. Ravahu Abu Bakr al-Jassas fi Ahkamul Qur'onda tahrij qila oladi. Bayhaqi rivoyat qildiganga o'xshash, shu kitobda kelgan bo'lsa, Abu Bakr al-Jassas ravahu fi Ahkamul Qur'on desanlar tahrij qildi. 370-380 degandagi vaqt o'tdi. Shu Quduriyda ilgirki olimlar bu. Demak, bu yerda Qur'on Karimning umumiy al-mayta degan ma'noda dengizningki u maytisi halal dedi. Ve bil ibahat mutlaqan qala Malik ve Şafii. İmam Ahmed mu billah. Yani denizde aşı ölüp qalgan narsalar leylab qalsun, nima qilsin aşı halal degan qarash hozir İmam Malik ve Şafii'ning ve Ahmedning qarash, jumhurning qarash. Ve bil man'a mutlaqan qala Abu Hanifa. Mutlaqan demaymiz hamda Abu Hanifa'ning mutlaq emas. Denizning qirg'oqqa tepatganni chiqarib qo'ygan halol dedi. Undagi maqola bi tafsil desek bo'ldi. Va qala qawmun ghayru haula bil farq. Undan boshqalar farq bor debdi, qanday farq bor dedi. Ya shu Abu Hanifaning farqi bor degan qarashni shuni demoqchiman. Wa amma al-khamsa allati dhakara Allahu ma'al maytati fala khilafa anna hukmaha indahum hukmul maytati. 5 turlik narsaning al-mutaraddiya va natiha va ma'akal sab'a mawquda diyallar. Bu 5 turlik zodi unda hamma ittifoq shunama. U maytining hukmini oladi.
Şu meytinin türü bu. El-mutaraddiye, ve'n-natiha, ve ma akala-s-sab'a, ve ma uhilla li gayrillah bihi, ve'l-munxanita. Bu narsa şu munda işliği duş kelip ölüp bolgan narsa. Mağan resmi mesela sokulap öldü. Ya nechinchi qavatdan tushib öldü, ya tağdan tushib öldü, ya suvda bo'g'ilab öldü, ya hayvon üstü o'ttiribdi. Ölüp bo'ldimdi buni. O'sha bo'g'izsa ham kaqmaydi, lekin jon bor holatda chiqlayotgan holatda bo'lsa bo'g'izvasak bo'ldi degan jumhur. Maliki mazhabda ya kaqmaydi degan. Endi hozir endi o'lib bo'lgan bo'lsa hamma aytmoq bu mayta. Amaliyat bu maytaning turlari. Va ammal jallala va yallati takulu najas. Maynat nejis naslini yeydigan hayvon demoqchi. Buning ichida qo'y, kala, to'xo, o'dak, mushlar hammasi chirdi. Hatto biliqmi chirdi. Ya'ni jumhurning qarashida biranda turli hayvon xas emas. Ba'zilar deydi, ya bu kala ya to'xolam xasta, ya achkuglam xasta deydi g'alva. Biz hozir buni umumiylik deymiz. Qo'y, kala, o'chka, biliq, to'xo, o'dak, g'oz, mushlar hammasiga nejis yemeklikni bersa, bu jallalning hukmi. Üstümüzde beydigan hayvanlar degan gapmi yoki masalan boshqa tarafdan beydigan? Burun o'zi izlab aytdi uni. Ataytunda men naslini bermaydi. Hozir buni firmilda shunda necha mingni bir baqilgan bo'lgan ekan, maynat naslini akilib to'kib birdi unga. Mesela to'qining poqini hali biliq yam qilib berayotgan bo'ldi. Hatto Misrda shunda bir ekan. Ko'lda oltilgan, bozorlik biliqchilik qilgan ko'lchaklarda to'qining poqini maxsus to'qi firmalardan shu poqini setilib, akilib, yam qilib shuni tashlab berdi ekan. Unda o'ziga hozir mening ig'ir burun qilib balkamda to'qnimi yatdi, undan keyin don ya o'simlik bo'lsin, ya buni aralash yatdi. Hozir shu sap mushunlar meydonga. Balki bo'limi ozroq ba'zi narsani aralashtirib berishi mumkin. Degan aning tsamrida yo'g'on deb ashunlam. Bu jallaramda, mush poq, nijosat naslini yeydigan bunda hayvon. Buni hukmi nima desam, buningga miyadamda ashuni nijos naslini berishni hukmi u ayrim. Nijos naslini berishni hukmi ayrim. Miyada ashuni yeyishni hukmi. Nijos naslini berishni hukmi u harom darajasiga yetadi. Hamda mushunda narsa bilan beqilgan narsani biz darhol bo'g'izlab yeyish nimasi kelsak, bunda ixtilof bor. Va sabab ixtilafihim, ixtilofning o'rnini mana bekitib qo'yish kerak. Yeyish degan gap, ixtilofning nimasi, doirasi, buni sulab qo'yishdan ilgari shu tutiblan akilib qo'yib bo'g'izlab yeyishda mana ixtilof bor. Lekin sulab qo'yib, bir muddat o'tgandan yeyishda balki uni isbot qilish mumkin. Olim deydi, bu yegan narsa go'shtga ta'sir qildi. Go'sht ta'sir qilgandan keyin bu nejislik, ya'ni ashunda bir go'shtga o'tib ketadi deydi. Şu kalığa alımında parez kılıp onda. Bu neç gün sulab qo'ysak go'sht pakizlanib, ishki a'zoli pakizlanib, bu maynachilikning asir qolmaydi desek, kala tugilga 40 kun, qo'yga 20 kun, yani 7 kun deb unda notiga. To'g'ri 3 kun deb qo'yiladi. Hayvonning cho'ng kichikligida darasiga o'qib, muvofiq belgilab qo'yiladi. Shu qo'yga 20 kun desak, to'g'ri 3 kun. 3 kun masalan to'qini achirib, pakizdan yem xashak berib boqamiz. 3 kundan keyin unda yeyishga bo'lsak, pakizlanib bo'ldi deymiz. Biyar ixtilofning sababi qiyosning asarga zid kelib qolganligi. Asar degan mishada hadis. Hadis bo'lsa, Nabiy sallallohu alayhi vasallam naha an luhumul jallalati va albaniha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jallalaning go'shini va sutini iste'mol qilishni cheklagan deb keldi. Yana bir rivoyatda ustiga minishni mo deb. Ustiga minishni mo cheklagan deb. Ba'zi rivoyatlarda Abu Davudning muslimki, demak bu ustiga minishni cheklash nimadan kelib chiqadi desa, buning tarimi nejis degan. Chunki ot eshakka minganli bildi, ega ya jabduq qo'ymaylam, shu ustiga minsa, sal chapqandan keyin tari insonning kiyimiga, badaniga juqidi. Juqqandan keyin uni namoz o'qilib bo'lamdi, bo'lmamdi degan masala kelib chiqadi. Shunga yurkaba alayha degan rivoyat buning tarimi nejis deganni bildirdi. Buni Abu Davud Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan. Buning kelib qolgan qiyos qaysi esa فَوَأَنَّمَا يَرِدْ جَوْفَ الْحَيْوَانِ يَنْقَلِبُ إِلَى لَحْمِ ذَلِكَ الْحَيْوَانِ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ. Bunun içigen bu yem xashak go'shtga aylanib ketadi deydi. وَإِذَا قُلْنَا إِنَّ لَحْمَ الْحَيْوَانِ حَلَال. Endi hayvonning go'shti halol. Asli bu qanday hayvonti? Qo'y, kala, mushta hayvonti go. Asli halol hayvonti. Bu go'shti halol tugo desak, bu chaqda nima bo'ldi? Vajaba yakuna lima yanqalibu min zalika hukma yanqalib ilay. Bu halol narsaga aylangan, ya'ni bu go'shtga aylangan. Undan keyin shu go'shtning hukmini oladi, ya'ni go'shtni bitta halolda, bundan keyin buningga aylanib ketgan narsa halol bo'ldi. Bunda bo'lish kerak bu deydi. Kema lawan qalaba turaban. Xuddi masalan, yegan narsa keyin to'piga aylanib ketsa, to'p pokizdigo, pokizlikning hukmini oldi. Aw kan qilab dam lahman. Xuddi qonmi go'shtga aylanib ketsa, qo'y kalninki bir qism qani keyin go'shtga aylanib ketsa, biz yeydik uni. Qoni oltida yemaydik. Lekin nimaga aylansa shuni hukmini oldi deb turibdi. Bu qiyosim. Har qanday narsa nimaga aylansa, aylangan narsaning hukmini oladigan, bu shunda deb turibdi.
Ve Şafii yuharrimul cellale. Yani İmam Şafii cellalni haram deb qaradi. Hamda İmam Şafii emas. Cumhurning qarashi bu. İmam Abu Hanifa, Ahmad, hammasi haram deydi. Ve Malikun yakrahuha. İmam Malik makruh deb qarabdi. Azra qanday bir maynalikning nasi babidan da. Şu g'aljir kala kesiladigan Yevropada bilan Angliyada bak avjiga chiqdi bu. Şu chaqda shu go'shtxo'r emas hayvon qildigan. Müslümanlık eylegan. Bunaga şu odatdagi cho'shqa, qo'y kala, mushuninki tashlanib ketgan narsalar bor. Mingisi, yilini, uya alangan bundan narsalarni inson yemaydigan narsa hammani jug'urib o'sha halabga aralashtirib ketgan bunu. Aralashtirib bergandan buning go'shtxo'r emas hayvon bu go'sht yesa, nervisida bir chataq kelib chiqdi ekan. Özünü kontrol kılamaydıgan, özünü tutamaydıgan bir ahval olab, aklı işin yoktur iken. Bu anda saran kalam. Anda bu insan ise göçünü, insan ama andın, hani saranla payda olur. Sonra İngiliz şu çağda neç milyon kalını küydürüp etti. Nurgun iqtisatta. Ve amma necasetu tuhalitu el halal. Hem de yani bir türlüke 9'uncusu halal nase, necis naseyle arlaşıp kalsa. فالأصل فيه الحديث المشهور من حديث أبي هريرة وميمونة رضي الله عنهما أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها وكلوا الباقي. Siriq may qo'yga deganda bir narsaga sachqan tushib qolsa qanday qilamiz desa, agar qattiq bo'lgan bo'lsa, uyib qolgan bo'lsa, uningda uyaplam elektronlar atrofidagi takkayanni qilib qolganini yanglar debdi. Agar suyuq bo'lib qolsa, uni to'kutinglar yoki yaqin kelmanglar. Suyuq narsa masalan buning o'xshaydi, asalning moyda qo'yoqlari bor, suyuq bor. Ba'zi bir yog'lar, shunday narsalar. Qiyam, qo'yga suyug'i. وللعلماء في النجاسة تخالط المطعومات الحلال مذهبان. أن مشندا halal yemekliklerden necis narsa aralışıp kalan çağda alimlerin iki xil qarışı var. Ahaduma men ya'tabiru fi tahrim al-mukhalata faqat. Bir grup alimlerin tutqan yolu aralışılan hesab deb qaragan. Aralışılan bo'ldi. Hukmi bunda bo'lib ketadi. Yani o tamakның ya yemek içmekning rengi ya puruqqa ya ta'mi o'zgarmasimi? Aralashtimizda tushib qoldimi? Bo'ldi, dedi Allah. Wa huwa al-mashhur alladhi alayhi al-jumhur. Yani ko'pchilik olimlar shunda deb qarab. Masalan, suyuq yog'ga ya asalga bir satqan tushib ketibdi. O'libdi. Bir tungda ya ko'zida emas. Mana buni to'kitishimiz kerak. Asalning ta'mi ya rengi puruqi o'zgarmasimi? Wa thani madhabi men ya'tabiru fi zalika at-taghayyur. İkinci grup alimlarninki tutqan yo'li bu o'zgarishiga qaraymiz. Xuddi suv qiyos qiliqliqadir. Suv bir narsa tushib ketsa, maydan narsa tushib ketsa, buning ta'mi ya rengi ya puruqini o'zgarsa, o'sha necis bo'ldi degan. Bak oz narsa bo'lsa, u boshqa, lekin cho'ngroq narsa bo'lib qolsa, shunda o'zgarmagan bo'lsa ham halol bo'ldi deydi. Jumhurning qarashi shu. Cho'ng doiradagi suv bo'lib qolsa, hech qanday narsa o'zgartirmasa, bir eshak tushib bo'lib qopdi, suv ambirga, yo bir ko'lchakka bir to'q tushib, yo qog'oz tushib bo'lib qopdi. O'chada suvning nimasi o'zgartirmasa, o'chada halol deydi. Ya'ni bu mazhabda bak cho'ng doira bo'lsa, mayli, ammo kichik doira bo'lsa buningda cho'ng kichikligiga qarab andan hukm qilamiz. 4 metr 5 metr uydek bir ko'lchak bo'lib qolsa bo'lmaydi. Shuni hammani chiqarishimiz kerak. Ammo ma tarafini langishsaq, a tarafi tavirmaydigan bunda to'g'ri birdek ya bo'lsa mayli. Endi ma ikkinchi qarashdagilar shu qiyos qildim shuni. Bu suyuqlik, uni suyuqlik ikkisi o'xshash demakchi. Ve huve kavl ahli zahir ve rivaye an Malik. Zahiriliğinin karşı iken. Demek bu zahirili hazır koyak olsa bunun cumhuruyla billah. Hazır bunu ayrımsa kılmaydı. Koyak boğan takdirde zahirinin şunda yönetip elbetiplam yavrimiz zeydi. Bunu olan billah. Hem de suyuk olsa cumhuruyla hazır ayrılık etti. Hem de yana bir zahirinin galiti bir yeri. Bu semne. Semde bu şey diskeldi mi? Semning suyuqi quyuqida shunday qilamiz deb ma'qul deb mushahidasi bo'yicha. Ya'ni quyuq uchib qolsa unda uyab elbetimiz qog'ini yeymiz debdi. Suyuq uchib qolsa to'kutimiz debdi. Buning hadisga kelgandan mush samnidan bunday qilamiz deb. Endi samnidan boshqa narsa shu desa, o'cha samnidan boshqa narsada puruqi yo ta'mi yoki rangi o'zgarmasiga yavrimiz deb. Mazariylik qildi. Shu suvga o'xshashlam muomala qilamiz deb. Va sabab ixtilafim fi mafhumul hadis. Zahiriylik nimasi intan bir qatmanliq alaylik va asli İmam Şafii'nin tesiri. İmam Şafii'nin şagirdi olgandan qiyosni e'tirof qilmagandan bunda qatmanliqqa chirib qolgan. Ay Davud-uz-Zahiri debgan İbtalul istihsan degan kitobni İmam Şafii'nin risalalasi İbtalul istihsan deb. İstihsan deganni o'qisam, sen ibtal qilgan deganimiz qiyosni ibtal qildi ekan. Ama qiyosni o'qildi. Hisoblanmadi endi. Bu qatmanliq hamda shuni nas qilam taynib olgan aqlni qiyos qilishimizni faqatlan bekor qilib o'tgan. Bunda masalan oddiysa masalan bir ko'lga bir odam masalan siyib qalsa, bo'ldi bu ko'lda yuvinsang bo'lmaydi. La yabullanna ahadukum
fil ma'i daim thumma yaghtasil fi tabadis var. Bundan keyin uni siyab, keyin uni yuyunib bundan qoldi, unda simson degan so'g'an ekan. Bu siyib qalsa, uni yuyunsa bo'lmaydi. Hamma qul bir odam siysa, bir jin siyama. Ya'ni bunga 20 litr suyni bir tongda kirib ko'p to'kib o'tib qalsa, bular o'rta chataq yo'q. Ya'ni aning qancha ta'siri yomon. Hadisda bunda dedi, yabulanna dedi. Bu tongda to'kaydigan siyish emas u. Shunda darajada. Bu endi ba'zida bak ilg'or obdan hukm chiqdi. Ba'zan ay bunda kulkilik ahvollar chiqib qoldi. Uffin degan qarta usamma degan kim anlamıyorsun? Şu kıyasmış. Şu kıyas evleviyine uça etraf olmaydı. Yani mesela la taqullama uffin deganda nima uchun Ibn Hazm usang bo'lmaydi deydi desa, yo'q bu qiyas tarafdan usang bo'lmaydi, qattiq dushkishsan bo'lmaydi degan gap qiyas tarafdan chiqmaydi. Bunda uffin degan so'zning o'zidan chiqadi, arab tilining ishlatilishdan. Yani uffin degan so'zning o'zidan bu arab tilida ishlatilishda shu uff va undan yuqori hammani o'zga ketadi deb turoldi. Lug'at tarafdan chiqadi, qiyas tarafdan chiqmaydi deydi. Buni o'z nimasida qoidasi undan turgan. Tushuntirdi. Bir xil tafakkur nimasini sal bog'lab qo'yganlar. Kitobda zahirlarning so'zida keltirib qo'yganlar. Sep og'irlikni olamdi. Bo'lmasa ve kitobga ekilishga yaramaydigan qaqilib. Mesela Shianing aklamdan ekanmaydi. Mesela Sug'istonda ekib qo'ydi. Imomiyya, ya Ja'fariyya, ya Zaydiyya deydi. Asla muallif asla shu mazhabdan. Zaydiymi, ibadiymi. Buna ekildi. Shavkani ekildi. Çünkü asli bu Zaydi, asli Shia. Keyin Shafiy mazhabiga o'tgan. Buna o'zi bilgan ekan, buni bilgan qarashlar ekib qo'ydi. Ammo biz ahli sunnatning kitoblarida ekanmaydi. La yu'taddu bi mukhalafatihim va la bi muwafaqatihim deb. Udilgazma Shia mana bunda deganda deb uni hisob qilib uni deb ketmaymiz. Shia shunda qaraydi mana. Imomiyning bunda qaraydi deb yurmaymiz. Shirzimatun min ahli al-ahwa'i wal bid'ah la yu'taddu bi mukhalafatihim va la bi muwafaqatihim. Yaxshi. Demak bu zahiri lazar shunda deb turadi. Kitob sabab bo'lgan nima desa, ash hadisning hukmidagi. Va dalika minhum man ja'alahu min ba'il khas urida bihi al-khas. Ba'zi buni xasmish samnin lam ko'z tutgan buningda samnin gapini undan boshqa munosabat qiyas qilmaydi deb qaradi. Ular bo'lsa ahli zahirlar. Faqalu hada al-hadis yumarru ala zahiri. Bu hadisni zahiri bilan qaritib tushunamiz dedi. Samni dedima samni bo'ldi boshqasi bilan munosabatsiz. Va sairul ashya yu'tabar fiha taghayyuraha bin najasati aw la taghayyuraha biha. Samnidan boshqa suyuqliklarda yoki shunda suyuq ham qo'yoq bo'lgan narsada o'zgarishchanlikka qaraymiz. Ya'ni o'zgarib qoldimi, o'zgarmadimi? Bulganmidimi? Va minhum man ja'alahu min babil khas urida bihi al-am. Endi ba'zilar bu xas narsa, lekin bu xas narsaning birining ismini atash bilan boshqa shunga o'xshash narsani mana shuni qiyas qilib tushuning degan tariqada hamma narsani shunga o'xshash qaragan demakchi deb tushunibdi. Ular bo'z jumhur. Faqal al-mafhum minhu anna bi nafsi mukhalatat an-najis yanjusul halal. Bundan tushundigan oldiga hukm nima? Maynat narsa pokiz narsa bilan aralashgandikilar, pokiz halol narsa maynat qilib o'tadi degan chiqadi. Illa annahu lam yata'allal lahum al-farq bayna yakun jamidan aw daiban li wujud al-mukhalata fi hatayn al-halatayn. Lekin bu suv qo'shqanda, qo'ya qo'shqanda bu ikkisining o'ttirdi, ikkisida tegdi buningga, aralashdi. Lekin bu ikkisining o'ttirdiki farqning illati toza aniq bayon qilib bo'lmaydi dedi. Va in kana fi ihda al-halatayn akthar. Suyuq holatida albatta jiqroq bo'lishni ama ya'ni fi holati zawban, suyuqlik holatida nejisninki ta'sir ko'rsa ig'roq bo'ldi. Bu yerda ikkisining farqi nima? Sarayan deydi. O'tash masalasi bor. Suyuq bo'lsa bu ta'sir o'tadi. Masalan, odatda bir iskanga unda nima sarsak, shikani ya biznasini sarsak, asta nima qilib bu tikka o'tadi bu. Ustidan to'xtab qolmay tikka o'tadi. Agar qo'yoq uyib qolgan bir narsaning ustiga qattiqni ustiga shikani sarsak-chu, bu tikka o'tmaydi shu. Ustidan turdi. Ustida o'yab o'laversak, o shikansiz yeymiz. Tushunami? Demek bu sarayan yani. Tikki öteş meselesi farkı var. Şundan desek buldu. İlla sarayan deyimiz bunu. Vecib alada yufarık beynel muhalatatul qalilati vel katira. Unda oniki az arılışı bilen köp arılıştı mı? Yani onu ayrış kilip çıkıyor dedi. Çünkü mesela şikan saldık, şunda düştü bu. Lekin şikan sil bir koysakçı, o qattiq arılışıdı. Ama onda sap bolgan çağda şunda ham düştü, etrafı jiq ta'sirlanmasligi mumkin deydi. Manda ayrışma kerak bo'lib qoldi. Falamma lam yufarriqu baynahuma fakannahum iqtasaru min ba'd al-hadis ala zahiri. Demek jumhur mu bu yerda bir xil zahiriylikni tutdi. Çünkü bu yerda qattiq arılışı bilan az arılışning uni chekini ayrimadi. Aralashdi dedi, aralashlam deblam bunda eslagan ekan bu bir xil zahiriylik. Ala zahiri va min ba'di al-qiyas. Demek bir qismini zahiri qo'yib, yana bir qismini
qiyosini qildi debdi. Validalika aqratu zariya kullahu ala zahiri. Shunga zarilar o'zining zari bo'lgandikan bular. O bir qismini zahiri qo'yib bir qismini qiyoslamaydi. Hammani shunda alam qiyosini cho'rib zari tushunmay deb turoldi dedi. Lekin jumhurning qarashi shu to'g'ri. O bir xil ta'sir o'tkazdi anaga. Shu qo'ygandikan. Va ammal muharramatu li'ayniha anda hayvonlarning ichidan ayni nejis bo'lganlik qaysi? Buni kelsak, faminha mattafaqu aydan alay. Buning ichida hammalar ittifoq qilib zodi ayni nejis ya haram deganlar bor edi. Ixtilof bo'lganlar var. Endi ittifoq kelganlar bo'lsa, barliq musulmonlar ikki narsaga ittifoq keldi. Lahmul khinzir va dam. Qon bilan cho'shqi go'shiga ittifoq keldi. Mush ayni nejis deb. Endi cho'shqi ilib aytsak, fattafaqu ala tahrimi shahmihi va lahmihi va jildihi. Endi olimlar go'shi bilan yeqqa ittifoq keldi dedi. Endi yeg'imi chunki go'shtning bir qismi. Biz go'sht oldik desak, uni yog'ini qitib olamizga, shu go'sht deymiz endi. Go'sht bilan yog' biz tuqqan piyazning ko'ygini bakar degan. Yani vajil degan, meyada terisi degan gap asli ixtilof bor. Bu ittifoq nima emas. Lekin meyada o'g'ni ashlanishdan ilgari haram deganda ittifoq deydi. Jildi degan gap shu. Vaqtalafu fil intifa' bi sha'rihi va fi taharati jildihi madbughan. Endi ashlangan ahvolda uni tuki bilan terisini ishlasak bo'lam deganda anda ixtilof bor. Ammo ashlanishdan ilgari hamma ittifoq haramdir. Vaqat taqaddama zalika fi kitab at-tahara. Kitab at-taharada buni bayon qilib o'tdik biz. Ay namoz o'qish va kazaga munosabat qilmada o'tdik. Masalan, cho'shqi terisini kiyib biz namoz o'qisa, jay namoz qilib shunda namoz o'qisa deganda gaplarda o'tib ketdi. Bunda ba'zi olimlar kulli ihabin dubuga faqat tahur deganning umumiga tayinib turib, ashlangan ekan, pokiz bo'ldi, bumi tiri bo'lgan ekan. Ba'zilar yo'qmish yeydigan hayvonning, biz halol deb qaraydigan hayvonning terisini endi kulli ihab, shuning ichidagi kulli ihab dubuga faqat tahur deb bunda tushunamiz dedi. Hatto ba'zi olimlar bu cho'shqin terisi aşlısım aşıymaydı öyle. Peki hazır bu aşlanıvatıdı. Kimyaviy doğruluğu bilen aşlanıp pakizlenip hazır kurum ayaklar kimini tikilvatıdı. Ve bu asam bu çoşkının asli İslam diyarı boğandı ki. Asli kaydı şuğan İslam diyarı. Çoşkına hiç karşı bakmaydı. Çoşkının göçümü yok, terisimi yok. Şunda bu olsa buna ait hem iş caydım oldu. Ama İslam diyarında yaşayan kapırlar, ehli zimme, ulu var. Ulu çoşku bakışkı ruhsat kılınığa. Ulu terini işlep çıkarıp satkan Müslüman keys bulamda bulmamda, işlesi bulamda o meseleye çıktı. Anladın mı? Kapırların diyarda yaşayan Müslümanlar vardı. O da devamlı bunu düş kep durdu. Ve gadir bu, dedim de bizden normalde hayatımızda, eğer çocuklarımız olsa biz amma başka kalından başkanın terisine alsak mı yeterli kendi ihtiyacımız çıkıdan boğanken ataydan set olmayız. Ama kolu uçup kaldı hem de. Bu çatqanda aklımız ise bazılar aslan teri alal diyenini tutsa meydan. Şek pulu ağam bolsa, işletirse meydan. Lekin cumhurun karışı da haram diyen. Ve amma dem fettefeku ala tahrimil mesfuh minhu minel hayvanil müzekke. Boğuzlangan hayvandan koy kala mesela. Bu hayvanın boğuzlanğanda ekip çıkan kan haram degende ittifaqdaydı. Jigab çıksa boş çıksın aksılam zaten bu haram. Vaqtalafu fi gayril mesfuh minhu. Aqmay içinde qapqagan qallar. Bazı yürekte qalıdı mesela. Yürekning da yasaqning chiqdi o. Andan tumulda qilib qolgan qallar bor. Buni ixtiloflashtirdi. Va kadalika ixtilofu fi damil hud. Yana mush biliqning qanida ixtiloflash. Bu biliqning qanni qandamdiq demandiq. Ya qan segmandan nejismi ya emasmi degandek bir ixtilof. Faminhum man ra'ahu najisa. Olimlardan o nejis degan var. Bu bo'lsa jumhurning qarashi. Qanmi qan nejis. Ve minhum yani Ebu Hanife lem yarahu necisa. Biliqning qani nejis emas deb. Vel ihtilaf fi hada kulluh mavjudun fi madhab Malik ve kharijan anhu. Mushuningdek talash tartish İmam Malikning mazhabidan ba, uning sirtidan ba ixtilof bo'lgan. Ve sebep ihtilafin fi gayril mesfuh muaradatul itlaq lit-taqid. Endi mesfuh emas degan gap kelsak, endi tumuda qilib qolgan, hayvonning ichida qilib qolgan qonlarga kelsak, bu yerdagi talashlarning sababi mutlaq kelgan oyatlar bilan muqayyad kelgan oyatlar bir-biriga kelib qoldi. Va zalika anna qawluhu ta'ala hurrimat alaykum mayta va dam deganda dam deb shu qon dedi shunama mutlaq. Bu oyat hamda oqqan bo'lsin, ichida qilib qolgan qon bo'lsin, qonlan bo'lsin harom degan gap. Yana bir oyatda aw daman masfuhan, mana masfuhan deb muqayyad qildi. Raqabatun mu'mina degandek yaqtadi bi hasab dalil xitob endi bu mafhum muxolifini akasak buni nima chiqdi? G'ayril masfuh halol degan gap chiqdi. Faman raddal mutlaq ila al muqayyad, an mutlaqni mushun bo'ysundirib ishkinisni addam deganning maqsad o'sha damul masfuh deb murod deb menda tushunsa, ishtarata fi tahrim as-safh iqishni harom bo'lishda shart qildi deydi. Va man ra'ana al-itlaq yaqtadi hukman zaidan ala at-taqyid. Mutlaq deganga bu boshqa agar mishad damul masfuhni maqsad qilgan bo'lsa, mishadimi ad-damul masfuh deydi.
Xudo bir oyatda fatahir raqaba deb qo'ydi. Yada raqaba mu'mina deb qo'ydi. Endi bu yadimi raqaba mu'minan shart qilgan bo'lsa, chuqum raqaba mu'mina deydi buni. Mu'mina demagan ekan, kafir qulni azab qilsang maydin gap chiqadi deb turib oldi. Bu yadimi addamlam deb qo'ygan ekan, masfuh demadi. Demagan ekan, bu yada unday ekan deb. Va man ra'a anna al-itlaq yaqtadi hukman zaidan ala at-taqyid. Demak, mutlaq degan ekan, bu g'ayril masfuhning nimasining bir o'z ichiga oldidan qo'shimcha. Masfuhni o'z ichiga oldi, g'ayril masfuhni o'z ichiga oldi deb qaradi. Va anna muaradatul muqayyad lil mutlaq inma huwa min bab dalil khitab. Mutlaq bilan muqayyadning bir-biriga zid kelib qolishi qaysi bobdan desa, mafhum muxolifi bobidan keldi bu. Chunki bu muqayyad hozir masfuh desa, g'ayril masfuh unda emas degan gap chiqadi ku. Undan addam deganda masfuh olsun, masfuh emas, hamma shunday degan ekan, bir qismi unda emas deb turib oldi. Shu muarada kelib chiqadi. Wal mutlaq am, mutlaq deganmish qandidimi, har qandigini o'z ichiga oldi. Umum, am aqwa min dalil khitab. Undan ekan, umumliq degan dalil xitobdan kuchli keldi. Bunda deb qaraganlar qada bil mutlaq alal muqayyad. Mutlaqni hisob qilib, muqayyadni hisob qildi. Mutlaqni hukmron qildi hozir. Shuni kuchiga ega deb qarabdi. Va qala, undabda yahrumu qalilud dam va kathiruhu. Qonning ezi olsun, ko'pi olsun harom bu. Va safhul mushtaratu fi hurmiyatid dam inma huwa damul hayvan mudakka. Qonning haromligida eqish kerak degandek bir shart qildik shuni ama. Mush shart qanda hayvonda shart qilindi bo'lsa, bo'g'izlangan hayvonning ishida oqqan qon bo'lsa, undan bu harom deydi. Ya'ni annavlari yasilu anda tarkiya min al-hayvan al-halal al-akl. Yani biz yeysak halol bo'ladigan qo'y kalidak bundan mollarni bo'g'izlagan chaqda, uni kesgan chaqda bu iqib chiqqan bo'lsa, mushu harom deb, mushunga ham qartilgan deydi. Va amma akli damin yasilu min al-hayvan al-hayy fa qaliluhu va kathiruhu haram. Amma tirik hayvondan bo'g'izlagan chaqda iqib chiqqan bo'lsa, bu harom. Yani qo'yni masalan bo'g'izlamabdi, ya kalini ya tugini. Bo'g'izmay bir yana shunday Kritivadi kesiplam, shundan so'ragan bo'lsa, bu bir xil masfuh bo'lganda, bu chaqda yana harom deydi. Iqib chiqqaniga harom. Demak, mas qonni so'ragan bo'lsa, az bo'lsin, ko'p bo'lsin, yana harom deydi. Va kadalika dam min al-hayvan al-muharram al-akl, ya'ni harom qilgan hayvondan, cho'shqining qanimi yana harom deydi. Bo'g'izlasangmi, yana ezi ya ko'pi yana harom. Bunda hech qanday ixtilof yo'q. Va amma sabab ixtilofin fi damil hud, hamda beliqning qinidagi talash-tortishning sababi umum bilan qiyosdir. Umum Alloh taolaning vaddam degan mush umum. Qon dedi. Beliqning qanimi qon. Buning zid kelgan qiyoschi kama yumkina yutawahham min kawn ad-dam tabi'an fi at-tahrim li maytati al-haywan. Qon haromlikda shu hayvonning o'lib qolishiga chetishlik bo'lishi mumkin dedi. Masalan, bir narsa o'lib qolgan halol bo'lsa, u qanimi xuddi halol bo'lgandek. O'lib qolgan harom bo'lsa, uning qani harom bo'lgandek, bunda bir munosabat bor dedi. Ani annama hurima maytatu hurima damu. O'lib qolgan halol deganning qanimi halol bo'ldi degandek bir xil natija chiqdi. ولذلك رأى مالك أن ما لا دم له فليس بميتة. Şu an İmam Malik qani yo'q narsa o'lib qolsa, u mayta hisoblanmaydi degan. Chigitga o'xshash narsani. Şu bo'zlamay yeyasang bo'ldi dedi. قال القاضي وقد تكلمنا في هذه المسألة في كتاب الطهارة. القاضي كم؟ القاضي ابن رشد يعني مؤلف الكتاب. ويذكر الفقهاء في هذا حديثا مخصصا لعموم الدم. قوله صلى الله عليه وسلم uhillat lana maytatan va daman. Qon harom qilindagi umumlikqa qarshi keldigan yoki taxsis qildigan deydi. Taxsis qildigan bir hadisni rivoyat qildi fuqaholar. Bu bo'lsa bizga ikki qon, ikki mayt halol qilindi degan hadis dedi. Va hadal hadisu fi g'alib dhanni laysa huwa fil kutub al mashhurati min kutub al hadis. Bu hadis kitoblarning mashhurlarida yo'q-ku deyma deb amaliyotda bor. Mashhur yo'q-ku. Mashhur deb. İmam Buxoriyninki. İmam Buxoriy, Muslim ular mashhur emas. Musnad İmam Ahmad mashhur emas. İmam Şafii'nin musnadi mashhur emasmi? Darqutnining mashhur emasmi? Ibn Majahning mashhur emasmi? Ashuldi bormi shu? Bayhaqiyning. Demak bu mashhur kitoblar bor. Yani İmam Ahmadning kitobi, Darqutnining, Ibn Majah, Bayhaqi bu mashhur kitoblar qatorida. Bu hadisning shu hasan darajalik tugul. Unda sahih darajalik emas. Va amma al-muharramat li'ayniha al-mukhtalaf fiha. Hamda shu o'zi nejismi emasmi? Meynat emasmi deb ixtiloflashib qolgan narsalar to'rt turlik dedi. Ahaduha luhumus siba' min at-tayr va min zawat al-arba'. Yirtqich hayvonlardan charpaylar olsun, qushlar olsun, yirtqichlarning go'shtlari. Va thani zawat al-hafir al-insiyya. İnsanlar baqadigan mushu tumtuyoqliq mushu eshakka o'xshash, qichiga o'xshash narsalar. Va thal luhumul hayvan al-ma'mur bi qatlihi fil haram. Uchinchisi haramda o'ttasang bo'ladi deb buyurilgan 5 turlik, 6 turlik narsaning go'shtlari. To'rtinchisi luhumul hayvan allati ta'afuha an-nufus va takhithuha bit-tab'. İnsanning tabiati ko'tarmaydigan, yeyishdan yirgindigan hayvonlar.
aşında kila, qo'ng'oz, har xil narsalar. وحكى أبو حامد عن الشافعي أنه يحرم لحم الحيوان المنهي عن أكله قتله degan to'g'ri shu. Qatli bo'lish kerak bu. Demak, shu o'ttamanli deb cheklangan hayvon nima? Yesan bo'lmaydi deb Imom Shofiydan rivoyat qildi. Abu Hamid kim? Abu Hamid al-G'azali bo'lishi mumkin. Ya'ni Shayxul Islom Muhammad ibn al-G'azali bo'lishi mumkin. Hujjatul Islam yoki Shofiy mazhabda Abu Hamid al-Isfarayni deb bir olim bor. Bu İmam Kuduri'nin zamanında, bu hatta İmam Kuduri bu İmam Şafii'nin bekre fekhi ma'vadı. Abu Hamid al-Isfarayni. Bu Şeyhül İslam dedi. Şeyh Abu Hamid dedi. Abu Hamid al-G'azalidan burun bo'lgan ma'lum. Undan burun. Şu bilan ko'pincha farzimcha Abu Hamid al-Isfarayni bu. Abu Hamid al-G'azalining 3-4 kitobi bor fiqh Shafi'da. Ko'pincha bu İmam Shafii'dan şu Abu Hamid al-Isfarayni ba'zi naql qilib, fiqh avvalda bunun at-ta'liqah muxtasar al-muzani sharhlatgan. Shundan shu Shafii'ning naqli qilgan avval bu 406-yil o'lib ketgan bu odam. Ahmad ibn Abi Tahir Quduri bilan munozirlashgan odam bu. Isfarayni. Bu bir katta olim endi. Bu Shayxul Islom deb qo'ydi bular. Shu Shayx deb qo'yadi. Shafiy mazhabining kitoblarida Shayx Abu Hamid deb qo'ydi. Bu katta olim. Demak, Imom Shafii'dan bundan naql qilib ekan. Belki İmam G'azali bo'lishi mumkin. Abu Hamid al-G'azali. Çünkü İmam G'azalining 4 yaqin kitobi bor shu Shafiy fiqhida. Al-Basit wal-Wajiz wal-Wasit. Yani bir sabahmi kesh 3-4 kitоб bor. Demak, chekilgan o'tdasan bo'lmaydigan hayvonni yesan bo'lmaydi deb unda Imom Shafiining bunda bir qarashni rivoyat. Masalan, qanday desa, kal xuttaf va nah faykun hada jinsan khamisan min al-mukhtalaf fi. Masalan, bu qarashga asosan o'ttirish cheklangan hayvon harom degan bir qarash bo'lgan. Bu 5-turlik narsa bo'lib chiqdi buni desak. Bu xuttaf degani qalg'ach. Xudo ustirib qolgan shu yerda. Shu bizning o'zimizdan o'tasan bo'lmaydi. Bu masalan, o'pabni o'tasan bo'lmaydi, uni tushsan bo'lmaydi, Qur'on palajilab qolgan yoki titrakilab qolgan deganda gaplar bor. Masalan, kal xuttaf va nah. Masalan, qalg'achni, hasallarisni, yana bir rivoyatda masalan, shumilini, o'pabni, yana shu qalg'achdek binasini o'tasan bo'lmaydi degan rivoyat kelgan. Bayhaqi rivoyat qilgan. Demak, shunda bir cheklama kelgan ekan, bu cheklangan narsa o'tasan, keyin uning go'shtini yesan bo'lmaydi deb qarab turishar. Yani bu 5 turlik masala 4 turlikni deylar. Bir-birlab bahs qilsak, birinchisi vahiy sab'u zawatil arba'. Charpay bo'lgan 4 pistoq yirtqich hayvonlar. Farav ibn al-Qasim an Malik annaha makruha. Demak, Ibn al-Qasim Malikdan makruh deb rivoyat qildi. Ibn al-Qasim yani bu Mudawwanani Imom Malik rivoyat qilgan, uni Sahnunni kitob qilib tuzgan shogirdi. Makruh dedi. Va ala hada al-qawl awwala jumhur ashabihi wa huwa al-mansur indahum. Mushu sözge asasen o şagirdlerinin köpünçülükü muş sözünü asas muşunu eslab oldi deydi. Eslab ular mushuni hisob qildi. Mansur andom degani mushuni qo'llab-quvvatlab mushuni hisob chiqadi deydi. Shunga itning go'shi makruh degan mishaldan chiqqan Imom Malikning qarashi. As-siba zawatul arba'a chiramda chimamda chirdo. Nonki itning go'shi makruh degan mush. Wa zakara Malikun fil Muwatta mana. Ma daliluhu annaha indahu muharramatun. Imom Malik Muwatta degan kitobda bu haram degan aniq dedi deydi. Muwattani biz qiraatini rivoyat qildik-ku, o'qidik shundan chiqdi. Va dalika naw qala bi aqab hadis Abi Hurayra radhiyallohu anhu an nabiy sallallohu alayhi vasallam annahu qala aklu kulli zi nabin min as-saba'i haramun. Magan chiva yirtqich hayvonni sharqandan ish harom deb. Albatta Imom Malik buni Abu Hurayradan emas, Abu Tabil Xushaniydan rivoyat qilgan. Ikki sahobadan rivoyat qilgan. Shuning ikki hadisning oyog'ida andan nimada va ala dalika al-amru indana. Va ala dalika emas, ashimada va huwa al-amru indana. Malik Muvattada va huwa al-amru indana. Ya indana degina biz shunda qaraymiz. Bizning shu Madinada unda harom deb qaraymiz degan gap endi. O'zining mazhabiga vakillik qilgan qarash desak bo'ldimi shuni. Va ila tahrimiha dhahaba ash-Shafi'i wa ashhab min ashab Malik yoki siznikidan nima? Va ashhabdan keyin va ashhab min ashab Malikdan yoki va ba'd ashab Malik va ashhab qatorliq Imom Malikning ba'zi shogirdlari mush qarashni oldi deydi. Demak, Malik mazhabi ikkiga bo'linib ketdi hozir. Avla ibn Qasimning rivoyatini tutib makruh dedi. Ma'lum Muvatta'da kelgan aniqma so'zni qarab haram dedi. Bu haram degan qarash hozir jumhurning qarashi. Jumhur ashabil Imom Malik. Imom Malikning shogirdlarining ko'pchiligi dedi. Ya va ashab ashab Malik deganda xatolik bor. Va ashab min ashab Malik yoki
ve eşhab ve bazı ashab-ı Malik tam. Yani bir kısmı İmam Malik şagirdinin bir kısmı az kısmı muş Ebu Hanife bilen, Şafii bilen, İmam Ahmed bilen billah bunu haram deb qaradı yani. İlla enhum ihtilafu fi cins as-sibal muharrama. Lekin andula jumhurlar muş yirtqich hayvanlar haram dedi ama tutluq yirtqich hayvan haram dedi. Lekin qaysi narsa muş tutluq yirtqich hayvan ichirdi, qaysi bunun içmaydi degandan da ixtiloflashib qoldi. فقال أبو حنيفة كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع واليربوع عنده من السبع. Goş xorlamayan boldu ekan, u yirtqich buldu. Masalan, fil, daba degan sirtlan, hali oq puti qisqa, bo'rga o'xshash bir hayvon bor-ku, sirtlan. Bu to'la tapaydigan yoki boshqa hayvonlar o'tirib qo'ygan narsani asta tayyorda qilib boshini yeyoldigan bir hayvon. Hayt maynat. Val yarbo degan bu sachiqqanga yaqin yalmantaq degan narsa bor. Yalmantaq yoki. Bu Qashqarning shu nima bo'ldi bu Bashkiramning shu bag'ilda yalmantaqda shu bag'ilda yuradigan daraxtni yeydigan saçqandek bir narsa bu. Çoğunluk saçqanday da, saçqanga o'xshaydigan. Saçqandab mı qoladigan lekin, noyat bakkilikqa, sezgirlikqa bir narsa anglasa odatda kattaga kuchamaydi lekin bu bak achishi bak o'tkir. Hatto quluqimi bak o'tkirgan ekan, masalan birisi ishqni yapsa, masalan bir mashinaning uyning ishqini yapsa, ishqning g'ishirilgan u ovozini bakrak odamning da qo'lining shapsini tanishar ekan. Endi Beshkiram bekrak yamara qashu yamara qadam yonmata taqaytguncha. Ha, shu bak sezgirlik ya quluq uzun masalan. Jiqnasin xavatib shiriganlar turgan odam bo'lsa, balki yalmantaq. Saçqa oilasiga bir hayvon. Demak, mushuni hammasi go'shqir hayvon bo'lg'achqa bu yirtqich hayvonlar qatorida haram deb. Bu odat usulga keldi, lekin go'shkasini yetish mumkin. Va kadalika sinnovr. Sinnovr degan yovmushuk. Va qala Shafi'i yukal ad-dab'u va tha'lab. Imom Shafi'i shu sirtlan bilan tulkini yeymiz halol bo'ldi. Davganda yav mushk emas, mushkni yeyish bo'ladi. Ya bo'lmaydi. Endi yav mushkning va insini biz uyda boqadigan mushklar hammalar ittifoqlan yemaymiz deymiz. Endi yav mushkcho desak, yav mushkmi bu yirtqich hayvon ichirdi. Ya İmam Şafii, İmam Ahmed mi billah sirtlan bilan tulkining go'shini yegil bo'ldi deb turibdi. Va innamas sabal muharramatu allati ta'du alan-nas kal asad va an-namr va az-zab. Bularda haram qilingan yirtqich hayvon degan kishilarga etildigan, xiris qildigan yo'lvoz, sher, bo'ra, qaplan bunday narsalar. Ammo bu dabul sirtlan bilan nima inson unday xiris qilinmaydi debdi. Demak bu illatin nuqtada bu. İlleti insanlık xiris qilish deb bunda chiqadi. Deb tutqo bu aşı mezhebni egisiga nisbat berishda istizkarga tayangan. Ba'zan da o'zining zahiriyni İmam Ahmedning uning bununkini ba'zi kelib qo'ydi. Ba'zi material qulay bo'lgan taqdir. Boshqada o'rinli qiliblar mana shu sizlardan akagan degan. Sizlarning xatolashgan bo'lsa, naql qilishda bu mu xatolashgan. Şuna biz sirtdan ba'zi nimalarni to'liqlab qo'ydik, tuzib qo'ydik. Mezhebning o'zidan kitobidan olmagan yerlar bor. Demek bu tulkinin insan buldu, bu insanda etle bunda Hristiyanlığı kaçırdı insandan demek için. Vakilal kavlayni fil mezheb. Bu işkili karaş, şu bizden mezhebimizde yani Maliki mezhebten badet. Maliki mezheb işki karaşkı bölünüp ketdi. Peki bu dab'anamam da insanın tabiatini kötəməydiğən bir nəsə. İşittimmi bakıram meynətlərində bir vəhşi bir nəsə. Hem de ve cumhurum, başqa məsələ. Ve cumhurum ala ennel qirda la yu'kalu ve la yuntafa'u bihi. Köpçülük alimler maymununu yeyishki bo'lmaydi, foydalanishga bo'lmaydi debdi. Va inda Shafi'i aydan annal kalba haram. Endi yana ishtinki ko'takizib qoldi. Va jumhurum degandan o'sha bir qism olimlar maymunni yeysang bo'ldi dedi degan gap chiqadi. Ama ko'pchilik olimlar maymunni yeysang bo'lmaydi dedi. Deganki az bir qismcha yeysang bo'ldi degan gap. Cumhur hazır köpçülük alim olsa bundan maymunni yeyisi bo'ldi deganlar, mush tabi'dan Ata, Mujahid, Makhul va Hasan Basri deganlar mushular yeyisi bo'ldi. Hatta Umar roziyallohu anhudan kelgan. Bir qarashda bu burun insonlardan surati mubaddal bo'lib ketgan toifa deb qaraylar. Burun qiyodan kunu qiradatan xasiin, qiradata va khanazir deb bag'o. Yok aslında aylandırdı. Hatta Resulullah'ın var kilani Beni İsrail'den bir taife bundan surati mubaddal bo'lib ketgan, ama şu kila shumike deb qarayma degan. Yani o'zining ko'ngli ketama yemigan. Ama keskin dinat yemay. Darwinning hamda unga yaqin kelmaydi. Darwinning ki nazariyasi bu mesela insan aslında hayvonda ya maymunda bu da hareket qilib yurish orqali bu aqliy iqtidori boshqa nimalari turmushimiz
boshqasining ehtiyoji bilan bu ikki futda mangadigan bunda taraqqiy qilib ketgan deb amaliyotda necha masalan 10 ming yil deylar shunda bir maymundan nechini bizaga sulab qo'yib uni taraqqiy qildirib baqsaqmi 10 ming yildan keyin yana maymun bu inson o'zgarib qolmaydi yoki inson maymunga o'zgarib qolmaydi. Va surati mubaddal deganimiz Alloh taolo maymunga aylandi deyotgan maymunga aylantiradi. Ya cho'chqaga aylantiradi. Umar ibn Xattob, Makhul, Ato, Hasan Basri, Mughni ibn Qudamada shu makruh deganning ismini yozib qo'ydi. Va anda Shafi'i aydan annal kalba haram. Mana Imom Shafi'i ishtimi haram dedi, uni foydalansak bo'lmaydi debdi. La yuntafa'u bi degani yeb foydalansak bo'lmaydi degan gap ma bu. La yuntafa'u degan ovda, bir yani qo'g'dashda ishlatimiz. Balkim bihi degani bu yerda biljil demabdi. Bihi deb qo'yibdi. Bu bir xil mutlaq deb qo'ygan gap ekan. Demak, ish ko'rish harom debdi. Bunda Imom Shafi'dan emas, jumhurning qarashi bu. Liannahu fayma minan nahi an su'rihi najasat ayni. Ishning yalab ya ishib qo'yib qo'ygan suyni ishlatish cheklangan bo'lgan ekan. Iza ghalaqal kalbu fi ina ahadikum faghsilu sab'a marrat ihdahunna bit-turab. Degan ekan, bunun unda olsa o'zimi go'shim nejiskan buni deb bunda tushungan. Va sabab ixtilafin fi tahrim lahum as-sab'a min zawat al-arba'i and mush juqurqa yirtqich hayvonlarni talash qildi. Shuning sababi nima esa muaradatul kitabi lil athar. Qur'on Karimning oyatining hadislarga zid kelib qolganda ko'rinib qilishi. Masalan, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman la ta'amin yat'amu illa yakun maytatan aw daman aw lahma khinzir dedi. Anna ma adal madhkur fi hadhihi al-aya halal. Hasr ma'nosi kelgan ekan bu, hasr uslubida. Mushundan boshqa unda aram narsa yo'q degan mazmun chiqadi deydi. Va dar hadis Abi Ta'lab al-Khushani radhiyallohu anhu annahu qala naha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an akli kulli dhi nab min as-saba dedi. Nisha to'xtaymiz bu hadisda. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shu yirtqich hayvonlardan magan shiva hayvonlar bo'lsa, buni yeyishdan to'sqan degan hadisi buning zohiri nimani bildirdi? Annas-siba muharrama. Yoki innas-siba muharrama yoki annas-siba muharrama. Demak, yirtqich hayvon harom degan gap chiqadi deydi. Annas-siba muharrama mudrajma. Yo'q, bu zohirining xabari ma bu. Zohir hadal hadis kulli dinabin nas-siba qadar mushadisning zohiri nima? Annas-siba muharrama. Zohirdan nima chiqadi? Yirtqich harom degan gap chiqadi. Ma annas-siba muharrama degan ma zohiri bilan chetishlik gap. Muallifning gapi. Hadisda gap yo'q. Tirnoq xato qo'yib qo'ydi. Hakada ravahul Buxoriy. Demak, Buxoriyda kulli dinabin nas-siba deb kelgan. Buxoriy Muslim. وأما مالك فما رواه في هذا المعنى من طريق أبي هريرة رضي الله عنه هو أبين في المعارضة وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. demek hazır İslam hadisinin farkı var ki. Neha an ekli dedi işte ama. Yiyiştin tost dedi. Ma hadiste indapta ekli kulli dinarın nesema haram nasma. Başka hadisten dalalet okşumaydı. Bazısı haram dep iniq dedi. Bu şey hiç haram zaten. Hadiste anında tost dediğin. Bu tost dediğin yapıdan usul fıkhının ne yapılmaz? Ennehye dullu ala tahrim ev el keraha. Bu da haramlıkka o nas emez. Demek ki ikincisi ebyen fil muarada dedi. Bu ayetten mazmunuğa zitkiliste ma bekrek iniq. Mana deplam turdu dedi. Demek ayette muşundan başka haram yok diyemdi. Madem ona haram deplam ma ba dep çıktı. نوانك آيات كذب كيف قال دماء بكرك وذلك أن الحديث الأول قد يمكن الجمع بينه وبين الآيات بأن يحمل النهي المذكور فيه على الكراهية من برنجة حديثك نهى رسول الله عن أكل ديالنا نهي كراهة دبترواسق بولت ديدو كما أبو رأينا حديثة فليس يمكن الجمع بينه وبين الآية آيات الله ما أشك حديثنا herkes bir şey ekleyebilmeyi. Hadis haram dedi ayada. Ma aldım başkası onda haram emas dedi. Onda onu kim? Bu nas haram emas degan. Manda haram dedi. Fakat lamam da qanda qisaq mümkün buldu. İlla en yu'taqada ennehu nasikhun lil ayet. Hiç bir şey ekleyebilmeyi ya ma hesaplaymiz ha ma hesaplaymiz. Birisinin şurutçısının oldu ma nasikh ma mansukh desek şurut kılır. Bu mesela bu muttefakun aleyhi ya seyyidis. Bu maydu dedi. Endemen ra'a enne ziyadatu nasikh. Amda bu yada ziyade nasikh deb qarag'anlarning qarashi bo'yicha biz nasib mansukh deymiz. Chunki bu yerda ziyoda deganimiz hozir oyada mushu narsalar harom degan. Endi undan boshqa halol deganda, ma'noda mushu sibanimi ma'mu batda deb ketib qo'ydi. Demak, harom degan narsaga ziyoda qildi. Demak, mushu ziyoda qilishni nasx demdiq yoki nima deymiz desa, ba'zilar nasx deb ataymiz degan. Nasx desak, nasx mansukh masalasi chiqdi.
Va annal Qur'an yunsaq bis sunnal mutavatira. Unda bu qarashga asosan Qur'onni mutawatir sunnat mansukh qilib o'talaydi deydi. Faman jama bayna hadis Abi Ta'laba radhiyallohu anhu wal aya, unda Abu Sa'laba al-Khushani radhiyallohu anhu hadisi bilan shu Buxoriy Muslim rivoyat qilgan naha degan hadisni aya ikkisini jamlab qolsa undaydi. Hamal hadis luhum sibal al-kiraya naha deganni kirahiya gapirib, unda oyadikini harom deb demak ma u makruh, lekin harom emas. Mana oyatga yetganmidi debdi. ومن رأى أن حديث أبي هريرة يتضمن زيادة على ما في الآية عند أبو هريرة حديثهم يا آيات يوق نمدم مسلمنا حرام دب إنك كبتم السباغو لسه والسباعنا قشتر حرام dedi. ومن يعتقد أن الضبع والثعلب محرمان عند الضبع bilan sirtlan bilan tulki haram deganlar masalan Abu Hanifadek bu shu siba degan so'zning lafzining umumligiga tayanadi deydi. Yirtqichmi yirtqich emasmi? Yirtqich. Undan haram. ومن خصص من ذلك العادية hamda İmam Şafii'lar bunun insanı xiris qilib adiya degan inson xiris qilib etiladigan hayvon. Mushu maqsad qilindi deb turibsa, masalab bilan tulki bilan sirtlanni chiqarib o'tdi. Ada degan yugurib atlab hujum qiladigan ham. Ada ya'du insonga hujum qiladigan etiladigan ham. Famasiran ani bular taxsis qildik debdi. Nimaga asosan taxsis qildingiz? Şafii desa, mushu حديثنا رواية لما روى عبد الرحمن بن عمار قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الضبع آكلها عن الضبع آكلها يمدما قال نعم قلت أصيد هي قال نعم قلت فأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم demek bu umud yemdemez yeyse. Sen şu Resulullah'dan algan mıttınız? Evet. Ve hadal hadis ve in kana enfarada bihi Abdurrahman fe huve thiqatun inde cemaat a'immetul hadis. Buna Abdurrahman'la qilgan rivayet ken bu. Bu yalğız rivayet qilgan bolsun bu işenlik kishi. Şuna müşahhidga asosan nimdapta bu dabani yeysan buldu engemni chiqiribdi. Endi Hanifi mazhabda bu raddiya bergan buni. Buni Abu Davud rivayet qilgan hadisda buni. Lekin Abu Davudda bu akuluha desa nam degan unda gap yo'q. Unda buni o'ttasak masalan, fidya jazo kilamdi kammamdo degan gap bor. Yeyishning gapi yo'q deydi. Demak bu hadisun muttarab deymiz. Har xil rivayet qilinib qolgan. O'sha rivayetning qaysi rivayetini dedim, u akil masalasi kamiga, yeyish masalasi kamiga rivayetni say dedim-ku. Chunki ba'zi rivayet yeyish kelgan, ba'zi rivayet yeyish kelmadi. Yani Hanifi mazhab bunday olsa, bunu ba'zi rivoyatda yeyish degan gap kimda? Abu Davudning rivoyatida. Uni faqat jazo kilamni kammam deb nima qildi? Yani birisi bu xabar vahid. Biz buningga xabar vahidga bizning muttafaqun alayhi hadisimiz zid keldi buningga. Ondan muttafaqun alayhi bular mutaqa buni jamoat rivoyat qilgan. Abu Sa'b al-Khushani, Abu Hurayra, yani biz bunda rivoyat qilgan. Ma'u bir adam rivoyat qilgan. Hem muttafaq alayhilikdan ustunligi var, hem cemaat yani sanjatdan ravileri ko'p. Yani birisi taqa bizning hadisimiz yufidul hazr. İnsan bu medinge. Ve haberukum yufidu al-ibaha. Vel hazru muqaddamun al-ibaha. Çünkü bu haber bo'lgan ekan, xabarda odatda hazr muqaddam bo'ldi. Agar asli ibaha desak, ma xabar kelgan ekan, bu cheklashmasa, darhol biz hazrni bakrak diqqat qilamiz. Demek bu Hanifi mazhabda hazır. Hadisini tutishi Şafii bilan Hanifi mazhab muttafaqun alayhi hadisini tutdi. Ravilarni jiqdam rivoyat qilgan hadis. Mesela odatda aminni ullik deyish, ya qo'l ko'tarish masalan buni 40 sahoba rivoyat qilgan, bunda deb tushdiq-ku. Demak shunda Hanifi mazhabning ojiz bijagan pul o'tibdi. Mana shunda o'xshash gap bor. Bir mazhabning masalan bu hadisni amal qildi, hadisga bundan qildi ya hadisga qarshi deb bundan qilish fiqhini masalan sirib chiqsak, ma'oning hadisga xilof kelgan masalasi 500 tal chiqsa, ma'ninki 400 tal chiqamdi ya 2000 chiqamdi, andan hukm qilsa bo'ladi. Umuman sirib chiqib hukm qilsa bo'ladi. Ammo namoz yoki shu jamoat namozining ba'zi bir o'qilish ahvolidan tekshiribdan bunda 6-7 ba'zi bir saydigan hadisga amal qilmagan ahvolda yani bir mazhabmanda hadisga amal qilmaydi va ojiz hadisni ko'tarib chiqadi deb turasa bu toza ilmiylik. Mesela bir yerde İmam Şafii müşahede taksis qildi desak bundan. Taksis qildi. Taksis mushahidni oldidir. Hadisni oldi. Hadisni biz qabul qilamiz, mutawatir hadisni. Lekin ma hadisdan mushuni Jabir radhiyallohu anhuning so'ziga asosan biz taksis qilamiz. Ya shu sirtlan meselesi mushahidni oldi. Ama Hanifi mazhabda yo'q deb uni umumni oldi. Men umumni erishda buni anda jalliq tarafi va ig'ir bosgan tarafi va deb turadi. Uch tarafdan ig'ir bosadi dedi. Endi bu ma'lum rivoyat qilgan akuluha degan mush rivoyatni
İmam Ahmad Bayhaqi rivoyat qilgan hadis. Abu Davud'ninkida unda kelmagan. Demak, rivoyati izbas kelib qolgan buni. Hadi lafzini tekshirish oldu. Biz qaysi lafzlar Tirmizi Abu Davud rivoyat qildi, qaysi lafzlar Ahmad dedi. Lekin hadisning tegindan surishtirsa hammasidan chiqishi mumkin. Ma masala. Yani akhrajo bi hada lafz falan falan. Ve falan lam yazkur al akl. Bunda deyish kerak. Çünkü ayet vecil istilala mahall şahid muhim akl degan gap. Çünkü ayette sen ihram bağlagan çağda ya haram dairesinde o zaman etib qalsang bo'lmaydi degan gap bo'lishi mumkin. Deyishning gapi faqat yo'q. ولما ثبت من إقراره صلى الله عليه وسلم أن أكل الضب بين يديه. عندما مؤلف أزر ضبعının sözünü qilib ketib berib dabbıga ketib qoldi. Yani derhal endi dab-dablan endi ulama bizga o'sha aynni bak chiqarmaydigan bo'lsa tarafdan arablar Andalus tarafdan. Dab bilan dabbıga ketib, kilaga ketib qoldi. Bu boshqa narsa. Yani yer demakchi İmam Şafii bu dab'ani yani sırtlanni halal dedi. Mavo hadisini tasdiq qilganlikdan, hani yana birisi Rasulullahning o'tgan dasqanda bu yilganlikdan dedi. Yani iqror qilgan demakchi. Hani Rasulullahning dasqini yilgini qolsa, adab yani bu kilani Rasulullahning dasqini qilgan chaqib pishirib kelgan chaqda, o'tirib yeydigan chaqda ayollardan bilsa, "Oy Rasululloh bu kilatdi" desa, Hatta to'xtablam yemigan. Xolid ibn al-Walid shu yerda yegan. Asli qaylab o'tgan. Bu rasmiy go'sht. Ya o yirtqich demamiz, hasharat darsi deyiladi. Bu menda salma, sonra salmadak ya keslanchukdek bir narsa. Yani sonramada bir bilek yerim bilekdan alqandak bo'ldi. Bu hozir qadar chiqqani shu sirtlan, shu ishqa o'xshash, shunda oqib qisqira qilib qayvon bag'o, bo'riga o'xshash. Shunday deydi. Demak, mayadam da Rasulullohning maidasida dasqanda yeyilgan narsa kila. Kila yilgan deb boshqaga o'tib ketib qoldi. Bu muallifning bir diqqatsizligi bo'lishi mumkin. Va amma sibat toyir endi qushlarning yirtqichlari bor. Eshak so'y deymiz, burkut deganda. Fal jumhur ala anna halalun li makan al-ayat al-mutakarrirati oyatda takrar kelganlikdan ko'pchilik olimlar bu halol debdi. Nima ish takrar kelgani? Haram narsani cheklab qo'yib, uhillalakum ma wara dalik degan oyat bo'lishi mumkin. وحرمها قوم لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. Çangılı, tırnaklık hayvan boğanlıken qamab aldıgan. Bu çeklengenlikini müşahidis bildirdi. İlla enne hadal hadis lem yukharrijuhu şeyhan. Birak bu hadisne Sahih Müslim ve Bukhari rivayet qilmagan. Manda ikkisini qo'shib rivayet qilmagan to'g'ri. İkisini manda tutashtirib rivayet qilmagan ras. Lekin kulli dinabin min sab'a ayrim, kulli mixlabin min at-tayr ayrim rivayet qilgan. Kulli dinabin min sab'a Bukhari'de keldi-ku ayetdi mesela. Müslim'de mi keldi dedi, muttafaqun alayh dedi. Ondan ve kulli zi mixlabin min at-tayr degan Müslim'de mi bor. Naha an kulli zi mixlabin min at-tayr. Lekin akl deb yo'q unda. İlla anna hadal hadis lam yukharriju shay'an. Mushahalati rivayet qilmagan, lekin Paçlap o Sahih Bukhari Müslim'de bab. Ma şekilde tutaş haleti yok. Ayrım bab. Ve innema zekerahu Abu Davud. Yani Abu Davud bunda cüplap rivayet tuttu. Abu Davud ve başkaları ile. Yani Abu Davud rivayet kılsa mı bu Sahih boz bular ortamın. Ma muallif xuddi Bukhari Müslim rivayet qilgan Sahih. Onun başka Sahih yok. Yani İmam Bukhari men Sahih'imde bu Sahih'nin hemmini toplagan emas. Sahih'de bunda bazısını tallab toplagan deglik. Sahih Müslim şunda Sahih'in nurg'ini tashlab qo'ygan. Bundan keyin o sunan kitaplarda mı, başka kitaplarda mı seyyedisi köp. Ve emmel meseletu thaniye ve ihtilafun fi devatil hafil insi. İnsanlar bakıdgan uy hayvanlar işede tuyaklık hayvan. Yani el-hayla vel-bigal vel-hamir. Yani at, keçir ve eşekler. Fe inne cumhurel ulema ala tahrim luhumul humrul insiye. Köpçülük alimler uy hayvanlar işedeki eşekli var o. İnsanlar bakıp minidgan eşekinin göğsünü haram dep qaradı. İlla ma ruya an ibn Abbas ve Aişe radhiyallahu anhuma ennehu kana yubihaniha. Bu işkeylendim anda bir rivayet kepti. Anda rivayet kepti. Lekin bu işkeylendi ana haram degan rivayet mi kelegli? Ma mesele muhim. Ve an Malik ennehu kana yakrahuha. İmam Malik'ten anna makruh degan rivayet kelgan. Eşek göğsünü makruh degan da bana eşek sütünü şu kilolab qaçlab içivatqanlar bor. Mak şirket eşekten satqil turibdi-ku. Demek İmam Malik'ten bir rivayet keldi de. Ve an Malik degani İmam Malik şunda bir rivayet keldi. İmam Malik'in şu birden bir qarşı şu deganlik emas. Annahu kana yakrahuha.
Rivayetun saniyetun misli kavlul cumhur. Demek ikinci rivayette cumhurunki olsa haram deb keldi. Ve kezalike cumhur ala tahrimil bigal. Yani köpçülük alimler keçirni haram deb qaradı. Bu keçir nereden keladi? Keçir köpince ahval dadısı işek. Anısı at. Kısmen ahvalda dadısı atıldı. Yani bunun ikisinden törelgen narsa keçi olap çıktı. Bu keçi andın tuğmaz. Sonra tuğması ayağında keçi ayağla keçi çıkıp kaptı diyendek. Yani tuğması çıkıp kaptı diyenge. Yani ne için bunda tuğması oldu? Sebebi nima? Her bir ahvalda tuğkan keçili baki. Amerika'da mesela her bir ahvalda tuğup diken. Lekin bunun sebebini biyoloji alimleri depti. İnsanda 46 tane şu spermadaki bir hücreden de bir hücrede 46 kromozom atıldı. İnsanın tabiiyette bütün irsiyatımızına hususiyetini ötkeydiğen aşı narsa. 23'ten 2'ye ayrıldıken bu. 23'ten 2'ye ayrıldı. Ama 23'ten 2'ye ayrılma bizde 21, 24 mında bulap qalsa çatak çıkılan. Sarang bala, mında ahval bulap qaldı ekan. Bu atnınki eşekning bu kromozomuna o'xshamaydi ekan. Atnınki 64 ekan, eşekning 62 ekan. Bu ikisi changlashganda ekan, keçining 63 chiqadi ekan. Bu ondan çanlaşsa ya onunla çanlaşsa ya bunu ya özürlerini çanlaşsa mı o hiç mi çıkmadığım bir nas oldu. Atının 64 iken, eşeğinin 62 iken, insanın 46 iken. Demek keçirninki 63 oldu iken. 64 ile 62 çanlaşkan iken 63 çıkır iken. 63 ya 64 ile ya 62 ile 63 ile ne kısa bu netice çıkmadı iken. Mesela şu an. Ama bu keçir amdına çidamlık. Derken iki tarafının en üstün alaylıkını hususiyetini aldı. Atninki mesela kışlıklıkını aldı iken, eşekinin sevirçallıkını aldı iken. Bu ikisi bizleşkenlik aşına ağır nesli olası kötüre alaydıgan çidamlık mıyda buldu iken. Sevirçan. Ama ise ağır jüklülük işledi. Keçir kavmun harramuha cumhur yani. Ve kavmun kerihuha ve lem yuharrimuha. Ve o meriyun an Malik. İmam Malik yani keçirini mekruh edip duruyordu. Aramamazken. Ve emmel khaylu fedâbe Malikun Ebu Hanife ve cema'a ile enne muharrama. İmam Malik, Ebu Hanife ve bir grup alimler haram tuttu. Emniyette İmam Ebu Hanife de haram degilik mekruh diyen lafız var. Keraha tahrimi buluş mümkün. Mekruh deyden de adet kitaplarda. İmam Malik'in iki rivayet var aslında. Yani bir kanç rivayet var. Bazısı cumhurunun karşı olan bildi. Bazısı İmam Ebu Hanife ile bildi. Çünkü İmam Malik ondan Ebu Hanife ile bildi diyesek bulmayız. Ve cemaatın diye cemaat. O cemaatın içinde bazı bir rımda tabi'iyle yani bazı bir fakihli buluş mümkün. Ve zehebe Şafii ve Ebu Yusuf ve Muhammed ve cema'a ila ibahatiha. Şafii, Ebu Yusuf, Muhammed ve cemaat İmam Ahmed belki yani. Bu işula mubah deb qaraydi. Ve sebebi fi ihtilafihim fil humur al-insiyeti muaradatul ayatil medkura lil ahadith thabitati fi zalik min hadis Cabir radıyallahu anh ve gayrihi. Qala naha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevme Khaybar an luhum al-humur al-ahliye ve adina fi luhum al-khayl. Aşağı işek koşunun haramlığı talaştaş nereden gelgense ayetinin hükmü Cabir radıyallahu anh'ın hadisi de ve Cabir'den başka sahabeler rivayet kılgan bu hadis gelgen zıt kep kaldı. Çünkü bu hadiste Humrul Ahliye'nin koşun toskan yevm Khaybar. Femen cema'a beynel aya ve hadal hadis hamalaha alel kerahiye. Yani ayetulan kanda zıt kep kaldı. Ayeti işekinin gebini kılmay mesela ma manası haram dep ki onun başka salal diyen tamam. Yani bu hadiste Resulullah işek koşun tost dedi. Ondan keyin ishak ko'zini to'sash bilan mayli degan gap zikab qildi dedi. Unda zikkagandan buni qanday jama qilibdi? Ma hadisni makruh, naha deganni kirahat tahrim deb unda tushunibdi. Va man ra'a an-nasx hamda yo'q bu mushahidislar mansuhlab kelgan, ya taxsis qilinib ketgan desa قال بتحريم الحمر işek haram debdi. Ev qala biziyada duna yujiba anda nasxan. Yoki haram qilgan nas qatoriga ishekni qatib etgan, lekin buni nasx deb demaymiz deb atib. Va qad ihtajja man lam yara tahrimaha. Endi haram emas deganlarimiz Imom Malikning rivoyatining egilari emas. Bular mushahidisga tayinibdi. Bima ruya an Abi Ishaq Shaybani an ibn Abi Awfa radiyallahu anhuma qala asabna humran ma'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi Khaybar wa tabakhnaha fanada munadi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an akfi'ul qudura bima fiha. Biz Xaybarda bunda ishak o'ljag'an qo'lg'ushigan. Shuni pishirib nima qilsak, Rasulullohning jagochisi qozondagi narsani shu. Shunda Alloh dumkim turibdinglar, hatto qozonni chiqibdinglar deb buyurdi dedi. Qozonni chaqmaymi, yub ishlasak bo'ladi, bo'libdi. قال ابن إسحاق مشو محمد بن إسحاق سير راويلردن فذكرت ذلك لسعيد بن جبير سعيد بن جبير مشن الدسام ده إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل الجلة يا وشاد إشك كوشنا رسول الله توسقان لكن توساشتك سبب وشاد o pok etti dedi. Yani necisini etti, tizekini etti. Degandikan ma'noga asosan bu tizek yemaydigan pakiz yedigan bo'lib qolsa uchoq cheklanmaydigan degan gap chiqdi dedi. Demak o'sha to'stamni keyin uni pokizlab
40 kun so'rab qo'yib, fakinasi berib, inson bo'ldi degan gap chiqdi mana. Va maxtilafin fil bigal, qechirdan uchun hisoblashdi. فسبب معارض للخطاب في قوله تعالى والخيل والبغار والحمير لتركبوها وزينة. مش آياتتا آت keçer eşeklerini sizler minişinler ve zibizinlet boğusun dep sizlere bunda yartıp pade dep Allah Teala imtinan nümeste bayan kılıyordu. وقوله مع أن ذلك في الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. عندما أنعام çarım Allah bize Allah'ın koyu kalı töge bula hakikaten indi لتركبوا منها mesela ومنها تأكلون. Minişinler hem yiyişinler içindir ama daha ki bu imtinan siyakı da bizge nimet kılına hemmini de etti yani. Yiyiş en çok minnet kıldığın neyse. Şuna enamda yiyişinler içindir. Eğer aşıyor bağılını mı hatta hayılını mı değil ama mesela Anfi mezhebinin namazı boyunca at ve keçer şeklinde göre iş ruhsat kılınan bolsa işinli üçün, minişinli üçün, gırnasyonunu götürdü de bunda detti. Bunda demegeldi ki bir de insan bulmaydı diye gap çıkdı. İş yaratmadı diye gap dedi. Lil aya al hasira lil muharrem. Demek muş ayet hazır. Haram kılgan dasını ma'lum çek daris kılam ağan. Aşı kulla ecid fima uhiye diye ayet var. Aşı ve dema ve lahmal khinzir diyema hürmet aleyküm meydama dema şununda anda hasr qilgan oyatlarga zid keldi deydi. Muş oyatning nima zid keldi? Dalil xitob. Muş oyatda masalan mushini minishinglar uchun zibizinnat qilishing uchun yaratdi deganda unda yeyishing uchun yaratmadi degan gap chiqdi. Tamam? Endi oyatda buni haram demagan, haram daris qatmagan buni. Halol degan dair edi. Undan keyin yeyilmaydi degan gap mayada zid keldi deydi. لأنه يدل مفهوم الخطاب فيها أن المباح في البغال إنما هو الركوب مع قياس البغل أيضا على الحمار. Çünkü muş ayette mefhumul hitap bilen etsek bu keçirlarda mubah olduğunu fakat lam minişle mubah olan yiyiş mubah emas degan gap chiqadi. Endi yana bir tarafdan taqa bu bag'ilni eshakka qiyos qilsak taqa harom bo'ldi. Chunki bu eshakka yaqinda dadisi eshak bo'lgandan keyin. Va amma sabab ixtilafin fil khayl endi otda nima uchun talash bo'lib qoldi desa, fa muarad dalil xitob fi hadhihi al-aya mush ayetga vel hayla vel bigala vel hamir degan mush ayetga dalil xitob Jabir radhiyallohu anhu zikr. Jabir radhiyallohu anhu shu atni ishga halol qilgan degan hisobi. Shunda ma oyatdan da meni ishlam yaratdi. Ishlamas deb chiqibdi dedi. Bunda zikr. Va muarad qiyas al-faras al-baghl vel himar. Yana atni bu keçirli ishakka qiyos qilsak, yana aramligiga gap chiqadi dedi. Lahu degani li hadisi Jabir. Yani qiyosning hadis Jabirga zikr qilishi dedi. Lakin ibahatu lahmil khayl nassun fi hadis Jabir. Lekin at go'shtini halol deyish Jabir radhiyallohu hadisi nas mana. Aniq ochiq deyilgan bu. Fala yanbaga yu'arada bi qiyasin wala bi dalil khitabin. Shunga ya qiyasidan ya mafhum muxataban dalil khitab bilan uni ko'tarib chiqib, unga qarshi chiqishga bo'lmaydi. Demak, ma'azir muallifninki tarjihi. Jumhurning nimasini tarjih qilyapti. Lekin Hanifi mazhabda da hadisga mo tayangan buningda. Abu Hanifa. Hanifi mazhab demaydi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi hadisga tayangan. Rawa Abu Dawud an Khalid ibn al-Walid anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam naha an akli luhum al-khayl wal-bighal wal-hamir. Abu Dawud ve akhrajahu an-Nasa'i ve Ibn Majah ve at-Tahawi ve sakata anhu Abu Dawud. Demek Abu Dawud bir hadisni rivoyat qilib, bunda demasa amal qilingan hadis, yani sahih yoki hasan degan bo'ldi. Demak, darisi hasan darajadagi hadis ham. Amal qilingan hadis. Demak, hadisga tayangan bo'lar. Yani Abu Hanifa hadisga tayangan. Buna aniq bor. Rawa Abu Dawud an Khalid ibn Walid anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam naha an akli luhum al-khayl wal-bighal wal-hamir. Akhrajahu an-Nasa'i Ibn Majah Tahawi. Navagi hadisga Jabirning hadisi keldi desek bo'ldi, lekin hadisga ham zid tamamda desek. Taylikida nima qilmaydigan ular. Abu Dawudmi o sahih emas yo ajiz deb qaramabdi. Degan Abu Dawud mansukh bu deb qarab. Ya mansukh degani ham bu Abu Dawudning o'zining qarashi. Lekin biz hozir bu hadisni o'tirib to'ksak, bunda sahih bir hadis bor. Demak, Abu Hanifa rahimahullohga shu mansukhlukni yetib kelmagan. Ya mansukh deb qaramagan. Ya qaramagan. Sen Muhammed kelan mana o'tib ketdi. Demak, ma Jabirning hadisi bekra qoyil bo'lgan. Ya mashina tarjih qilmas ekan. Ba'zini bek hurmat qildi ekan, ajoyib hurmat qildi ekan. Lekin aynan ma'lum kuchliq dalil kelib qolgan vaqtda hamda mushnon kaga. Bu nimani bildirdi? Bekra hurmatlayman. Bu nimani bildirdi? Abu Hanifa'ning fazlini bildirdi. Shogirdning ayında hur fikri bilan dalilga aysab tarbiyalagan, ya'ni u ashunda tarbiyalagan bo'lg'achqa ashula ixtilofsiz, ya men unda deb qaramayman desa, tasdiqini sanmagan, qo'llab chiqarayotmagan. Ya shu so'rinda qanday qilgan? Bir masalani tashlar ekan bular. Shu madrasa jamoiya deydi buni.
tashlagandan keyin undab bakıp buni erkinlik bilan azochilik bilan siqilmay o'zining to'liq qarashini zupar binasi deb chiqdi qiyoschi. Yana birisi binasi tutdi. Unda deb chiqqandan keyin eng oxirida u ham bu ham qilib bir yer to'xtalib qolsa, shu hisobda bizning mazmunimiz shu bo'ldi deb biktiki. Ixtiloflashib qolsa, andin buningda ikki xil qarash bor. Bu palamanda deb yozdi ekan. Abu Hanifa rahmatullohi alayhining keyingi degan gaplimga deyman daha ishkelandan. Ya, o'z vaqtida ixtiloflashib bo'lgan. Abu Hanifa makruh degan. Endi makruh degan Hanifi mazhabda shu harom degan gap, lekin aniq naso'mgan ekan, harom demay makruh deb qo'yadi. Karaha tahrimiya mishadi. Ammo muallif odatda unda shunday ikkisini bir qatorda sanatida. Bak unda jinsga ayirib ketmaydi. Ya'ni mazmun tarafdan ber demoqchi. Lekin bu ot baymatul anam emas. Ot go'sht ololmaydi. Qurbonlik qilganda, qurbonlik qis bo'ldi degan bormi? Qo'ydim yo'g'an go'sht chiqdi. Unda o'nkim unda sal unda ixtilof bo'lish bir nimasi bor. Ehtimolligi bor. Bu unda hamma ittifoq kelgan qo'y go'shti nimadek u darajada unda sap unda bo'lmaydi. Ta'limda bundaroq bo'ldi. Jumhurninki musho Jabirning hadisiga tayansa, sal ig'ir basadan. Lekin oyatning mazmuni bilan ma'lum rivoyatga hadisni olsak, adam shu mumkin qadar imga yaxshi. Muxtalafun fi hech bo'lmasa. Muxtalafun fi. Oyatni hozir qanday shaklda siyoq qilib ekeldi? Fi ma'radil imtinan. Bizga minnat qilyapti Alloh. Bunda qildim degan tariqada eğer yildigan bo'lsa, uni yeyishlar bunda deydi. Uning ichida yeymaydigan ishak qechirib olsa, ba'zisini alaylikda ba'zisini demisin bo'ldi masalan Qur'on Karimda shu an'amdimi degan va tahmilu asqalakum yukat qo'yimda qo'yga. Diqqatga keldi. Shuna Qur'on Karimning unisi bo'yicha olsak bu sal cheklangan chiqib qoldi. Minnat siyaqida so'zlarida hozir. Minishdan go'shtni yeyish bakrak foydali tarafi bordi. Unda inson foydali ne'mat qilib bergan narsani texmi deyish kerak bo'ladi. Buni demagan ekan, yeyish gap yo'q ekan deb. Sizlarda go'shtni yeyishni demayotgan bo'lsa, minishni imtinon qilmasa, masalan, nimani do boshqa. Masalan, to'yga bir narsa degan chaqda yeyishni deb minishni demay qo'ymadi. Minishmi dedi. Tarkabu minha va minha. Ya shu baymatul anam degan chaqda tarkabunha va minha ta'kulun deb chiqilishni dedi. Men degan chaqda ta'kulun deganni demadi. Ma'bir nuqta. Anda Xaybarning hadis Jabirning ustida varaxasa iluhumul khayl deb qama. Adina. Bu sal ehtimolli. Shu qatimqi ahvolda ishga ruxsat qilgan bo'lishi mumkin degan gap. Agar Rasululloh harom qilgan bo'lsa shu vaqtida halol qildi. Ya masalan davomliq desakmi bo'ldi. Bundan keyin davomliq halol qilayotgan desakmi, yoki shu qatimqi jangda, shu ahvolda yaptiringlar degandek nima qildi desakmi. Undan keyin yo'q. Unda sahobaning ba'zini yeganlari bor. Shunga ot go'shida biz qo'y kaladek lam boy deblam unda yeb kelsak bo'lmasa, unda azroq ishkilinibroq deymiz. Chunki bu olimlar ixtiloflashib qoldi. Nususlar mutaarida kelib qoldi. Davonni keyin bo'lsa unda qo'y kalla azod bo'lsa ataytin ot go'shi deb yemsakmi. Unisiga bu jihadningki qurol etdi. Bu shuni yap so'yversa keyin urush chiqadigan chog'da ot yo'q dedi, qalab o'tirgan gap. Otma hozir rollardan qatqay avval yo'q. Hatta Angliyada shahar ichida taqa to'pchilni boshqarganida otliq saqchi bor. Misrda otliq qo'shin bor. İsrailda masalan, İsrailning shahar ichida otliq qo'shin bor. Otliq saqchi askar bor. Ay tog'liq rayonda shu ot mangda ba'zi yerda mashina olmaydi qayerda. Harbiyning vaqti otliq pulk va hozirmi hamma harbiylar. Demak bu jangga tilgan narsa. Al-khayl ma'qudun fi nawasiha al-khayr ila yawm al-qiyamah. Otning chekisga yaxshi tutilgan. Jihad qilingan narsa o'rnigan bu qiyomat qadar jihad qilingan narsa. Ravonikan bu o'tiribsam bu jihad olatini o'qitayotgandek ahvol. So'ng Abu Hanifa da to'xtab qolgan. Buni baklamda bak aziz qarashib undalam chetga qilgan qarash emas. Odatda masalan olimlar shu kitobni qarab o'qimasin. Yo'qlan bir dalilni ko'rsatib, masalan Imom Malik yo'qlan dalilni ko'rsatib bilan bina shuni u bu jumhurdan chiqib oldi. Ma'lum xilobak bir dalilga tayangan bir qarash. وأما المسألة الثالثة وهي اختلاف في الحيوان المأمور بقتله في الحرم عند حرم دارس أترشت بيرلغان حيوانات وهي الخمس المنصوص عليها إن قدس كاجن بشتل ناسبه الغراب قاغا والحداءة قاتشغيدن دقيا من دا أيلن جرب مثلا بزيادة بغوش پاچسي يا بناس olsa çıplam edip kaçırgan narsa sağlaçın degandek bir narsa ma var şu sağlaçın degandek bir narsa bu kaptardın sal çoğrak bir narsa qurg'iydan degan. Val aqrab chayon, yoki sirg'i shakli. Val fa'ra sachqan.
chashqan. Val kalbul aqur degan, kalbul aqurda ixtilof bor. Aqni odatga mush ishning g'aljarlari deydigan qarashim bor yoki shu ishga o'xshashmish yo'l vasil biz bo'ra sirtlan hammasi kalbul aqur olamdi deydi. Fa inna qawman fahimu min al-amr bil qatlaha ma'a an-nahy an qatl al-baha'im al-mubahat al-akl anna al-illa fi dhalika wa kawnuha muharrama. Yish mubah bo'lgan baha'imni charmalni asha uttasan bo'lmaydi degan to'g'ri. Uttasan bo'lmaydi deb ma'nosini uttasan bo'ldi. Haram doirasida uttasan bo'ldi deginiga qarab buningdan uning ashinasining haram bo'lg'achqa shu uttasan bo'ldi. Yesang haram narsa, uni foydalanmaysan. Demak, bu yerda uttasan foydalanmaydigan mumkin, senda faqat mana zo'ril ashunda bir zindan saqlanish ehtiyoj bo'lsa o'tamaysan buni. Senda foyda yo'q aslida go'sht yeyishda, huzurinishda undan bo'lmon ekan. Bunda mazmun buni yeyish haram degan gap chiqadi deb tushunibdi. Bu Imom Shafiyning qarashiga. Va qawman fahimu min zalika ma'na ta'addi, la ma'na tahrim. Yani ba'zilar ya bu insonni ziyonkashlik qilgan, tajovuz qilgan, ziyon urgan bo'lg'achqa haram qilingan. O Madhab Malik va Abi Hanifa va Ahmad va jumhur deydi. Bu jumhurning qarashimda. Bu insonni ziyonlagan, fawasiq deganmi, fasaqa degan yo'ldan chiqadi degan gap. Bu ayollarning uchun fasiq deb atılmasan, musulmondachilikda osilik qilib yo'ldan chiqarsa, bu fasiq deydi. Bu ayolning uchun fawasiq bo'ldi. Odat hayvonot degan insonga foydali, insonlarga yaratilgan, unda xizmat qilgan narsa. Bu inson ziyon urish orqali hayvonotning asl tabiatidan chiqayotgan degandek bir narsa. Fawasiq. O'tirashning nimasi? Hozir mishada inson ziyon urganlikdan deb qardi. Man nahy an qatl al-bahaim al-mubahat al-akl. Go'shi halol bo'lgan charpaylarni, qo'y kallarni o'ttasan bo'lmaydi deb to'sgan. Ayrimlar shunami? Shunda turug'liq endi mani o'ttasan bo'ldi dedi. Buningdan bu narsa haramkan deb tushundi dedi. Bunda tushundi dedi, lekin buni halol dedimi? Ma bir gap. Chunki u narsani harom deydigan balki jumhur. O'sha halol narsamiz kiyik, to'shqan narsani o'ttasan bo'lmaydi degan. Endi ma'nosi bo'lsa o'tta dedi. Mushundan bu narsa haramkan, ma'nosi haramkan deb tushunibdi. Jumhur ya uningdan o haramlik debla bunda tushunmaymiz. Buning farqi adamga ziyon urish tarafi. Ve ziyon urganiga bu haram, lekin go'sht halol haramlikqa bu yerda jumhur binoan dimdadi. Lekin jumhurning ishida uni haram deydi. Qog'id tafsil, ya'ni qog'ning qanday olib o'ynoq qog'imi, yerim oq yerimi qog'imi, tum siyoh qog'imi buning bu gap bor. Endi farini cho'qim haram deydi uni. Kalbini zodi haram deydi jumhur, chayonni haram deydi. وأما الجنس الرابع دينا وهو الذي تستخبث النفوس كالحشرات والضفادع والسرطانات والسلحفات وما في معنى. İnsanın tabiatı kötəmediğan, yirgindiğan, bunda haşeratlar, paqa, rak, taşpaqa, onğaz, bu, işek kurtu degandek, bunda her xil narsalar. فإن الشافعي حرمها وأباحها الغير. İmam Şafii haram deb qaradi. İmam Şafii emas, Abu Hanifa, İmam Ahmad haram deydi buni. Ve abahal gayr degan kim bu? Leys ibn Abi Leyla degandek fuqahalar. Ve minhum men kariha faqat. Bu makruh deganlar, ya İmam Malik, ya İbrahim an-Nakhai degandek olimlar. Ve sebep ihtilafun fi mafhumi ma yantaliqu alayhi ismul khaba'ith. Qanday nasl bunda khaba'ith deymiz. Meynat ya adam yirgindigan, ko'ngil ko'tarmaydigan nasl qatori chirdi desa, ve yuharrimu alayhimul khaba'ith deymiz. Mush oyatga asosan qanday nasl khaba'ith chirdi. Faman ra'a annaha al-muharramat bi nass ash-shar'. Ba'zida shariat iniq dalil bilan, iniq nas bilan uch qisada mush haram degan narsa shu khaba'ith shu. Undan ekan bunday ekan insonning tabiati ko'tarmaydigan bo'lsa, iniq nas kelmagan bo'lsa, uni haram demaymiz deydi. Va man ra'anal khaba'ith yama tastakhbithu an-nufus. Yani ba'zilar insonning tabiati, sog'lom tabiati bu. Sog'lom tabiati ko'tarmaydigan meynat narsa bo'lsa, khaba'ith degan shu desa, bu haromdir. Yani bu insonning nafsi, inson qaysi insonning hisoblandi? Arabning ham hisoblanmasa, Imom Shafiy arablarning ham hisob deb turadi. Endi arablarning ham hisobsiz, arablar o'z vaqtida shu nurg'un meynat narsani aytdi bular. Uning qanday tabiatini hisob qilindi? Ondan ya Uyg'urlarning hisoblanadi, ya tarixiy qirg'izning hisoblanadi. Uni biznes deb qo'yilmaydi. O'sha u tabiatni taqa o'zgarib turdi. Biz hozir yergangan narsani keyin bir muddatdan keyin yeydigan bo'lib ketdi. Mesela Uyg'urlar shundaqmi? Ma'lum narsani yemaydi. Hozir yeydigan bo'lib ketdi. Mesela ba'zi narsa Xitoy yeydigan narsa ko'ngil ko'tarmaydi, hozir yeydigan bo'lib ketdi. Demak bu insonning tabiati qaysi insonning tabiatini hisob qilmaymiz deganda bu bir rezingidek bir gap. Va amma ma hakahu Abu Hamid an-Shafi'i. Abu Hamid Shafi'i rivoyat qildi, bu ham degan so'zog'i. Bu Abu Hamid al-Ghazali emas, balki Isfirayni bo'lishi mumkin dedi. Fi tahrimi al-hayvan manhi an qatli. O'tirash cheklangan hayvon cho'qim haram bo'ldi degan bir qarash vardi. Buni kelsak, endi bu 5-tur degan to'qmishana. Kal xuttaf qalg'ashdak. Va nahl za'mun bu endi deb turgan narsa. Za'mun degan deb turgan narsa. Fa inni lastu adri ayna waqatul athar al-waridatu fi dalik. Bu vaqt kelgan
hadis nerede men körüp bakmanım ya bilmeyman. Bu mındadan kalısın dep turwagam bolsun mümkin. Ameliyatda şu hutta hakkında Beyhaqi rivayeti hadis var. Acizrak daif ve mursal hadistim var. Nehan ekl khatatif de. Beyhaqi rivayeti gan. Anda bu nahl mesela. Hasalar ise hudhud yani öpüp çümüyle yana şu qalğaşıgına surat deydigan bilan. Bu şu narsani cheklash to'g'riliq Beyhaqi Imom Ahmadning Musnadida kelgan hadis var. Nahar asldan an qatlul nahli va suradi va hudhudi va namli deb bunda kelgan. Kelganligi ama muallif buni tushiradi. Va la fi g'ayril kutubul mashhura indana. Bizning diyorimizda mashhur bo'lmagan kitoblar bo'lishi mumkin. Albatta Imom Ahmad Musnadning mashhur bo'lishi kerak bu. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.